hamma meni qo'pol bo'lsa ham ahmoqqa chiqargan. Seuldagi o'zbek oshxonalari karaslar uchun ham moslangan. Rossiya orqali sovuq bo'lgani uchun muzlab qoladi. Ish kamayib ketdimi yoki Koreya o'zi kichkina davlat? Cho'kadigan payti cho'kayapman-ku. Mana Koreyaga kelib olgan juda ko'p studentlar ishsizda. Uyga borib oliy ma'lumotli taksist bo'ladi. Puli bor, qiziqib yurgan odamlar bo'lishi mumkin-da shu biznesga. Pulni to'rt tomonga sochadigan bo'lsang, uyingga qayt. Ilmga har doim pul topiladi. Keyin ruxsati qanday bo'ladi? Uyda o'tiraversang, ochingdan o'lasan. Koreyada o'zini biznesini boshlamoqchi bo'lsa, koreys bilan hamkor bo'lish обязательно shart emas. Agar qiynaladigan bo'lsangiz, demak to'g'ri yo'ldasiz. Koreyadan O'zbekistonga pul jo'natmoqchimisiz? CoinShot bilan o'tkazmalar tez va qulay. Ularni qanday shaklda jo'natishni ham o'zingiz tanlaysiz. Ilovani yuklab oling va pullaringizni arzon xizmatlar evaziga osongina yuboring. CoinShot. Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bu SS ya'ni Seuldan Sado podkastini 2-soni bugun bizda. Bugun bizda albatta mehmonlarimiz ham bor. Keyin ishtirokchilardan qisqacha tanishtirib o'tib ketaman. Men bilan bugun moderatorlikda ushbu podkastda baham ko'ruvchi inson Abdulatif Abdulazizov va men Kamina Aziz Nabijonov va bizda biznes konsultant Qambarali Karazayev va Koreyada hayoti bo'yicha uzoq yillik tajribaga ega bo'lgan inson va yosh tadbirkorimiz Niyozbek Husanboyev. Xush kelibsizlar. Rahmat. Qambarali yaxshi kelib oldingizmi? Bizning podkastimizga rozi bo'lib yo'l emasdan vaqt ajratib kelganingiz uchun kattakon rahmat avvalo. Alloh rozi bo'lsin. Birinchi nima kirishdan oldin o'tgan safar ham podkastimizda bo'ldi bu narsa. O'zingizlar haqingizda, masalan, mehmonlarda menga qiziq, keyin bizni ko'rayotgan odamlarga ham qiziq bo'lishi mumkin. Koreyaga qanaqa kelib qolgansizlar? Keyin qanaqa kelib, hozirgi yo'nalishinglar qanaqa ketyapsizlar? Nima sohada, qaysi yo'llardan o'tib keldinglar? Shu haqida ozgina qisqacha o'zingizlar haqida gapirib bersanglar, keyin xudo xolasa mavzularimizga kirishib ketamiz. Men Husanboyev Niyozbek 2021-yil Koreyaga ishchi vizasida birinchi marta kelganman va hozirda tadbirkorlik yo'nalishida o'z faoliyatimni olib boryapman. Asosan distributsiya va eksport sohasida ish faoliyatimizni olib boramiz. Va hozirda ko'plab Lakuba va boshqa turdagi brendlarni olib kelib, shu o'zimizning mahsulotlarni Koreya bozorida tanitish bilan shug'ullanyapmiz. Biz ham boshida kelgan paytimiz faqat ishchi vizasida faqat pul topib, oylikka nima qilib, lekin bu bizni hayotimiz, missiyamiz emasligini tushunib yetib, yoshligimizdan savdogar oilada katta bo'lganmiz. O'shaning uchun o'z yo'nalishimizni, yana o'z yo'limizni topdik deb o'ylayman. Koreyada shu narsaga asos solgansiz o'zingiz. Bizda oldiga qo'yib qo'yganmiz Lakuba ichimliklari, salqin ichimliklari. To'g'ri. Qambarali aka. Avvalambor assalomu alaykum. Sizlarga ham aynan taklif qilganlaringiz uchun katta rahmat. Endi meni o'zim tariximdan oladigan bo'lsak, men 2005-yilda hali Niyozbek ukamiz aytganlaridek o'sha Y9 kontrakt asosida kelganman. 4 yil kontrakt tugatganimizdan keyin tadbirkor vizasiga o'tdik. Tadbirkor vizasida ham boshida kelib 1 oy, 3 oy u paytda kelib o'sha arbeit ishlardik. Va albatta bu biznes viza bo'lib turib, lekin qora mehnat qilishimiz savol tug'dirganda. O'sha paytlarda. Sen avvalo ota-onang ham seni bu yo'nalish uchun niyat qilib katta qilmagan. Davlat ham, mana shu Koreya davlati ham senga aynan vizani berganda biznes viza bergan. Vaholanki bugun sen ota-onang orzusiga ham, bu davlatga ham qaysidir ma'noda xiyonat qilyapsan. To'g'ri. degan savolni o'zimga ko'ndalang qo'yib va bir kechani o'zida shu perchatkani tashab boshqa kiymayman men deb zo'r ishlab turgan joyimda yaxshi daromad kelib turgan daromadni endi o'sha payti 60 ming 70 ming kunlik arbeit edi. Men 140 ming 2000 nechinchi yilda hozir ishlayotgan paytingiz 2009 tugatganman kontraktni. 4 yilligini tugatgandan keyin o'sha 1 yil 1,5 yil atrofida mardikorchilik o'sha arbeit ishlagandan keyin 2009-2010-yilda menimcha o'sha payti oxiri bugun nuqta qo'yaman deganman. Bir yaxshi korxonada kelib 90 kun bemalol bir o'zim korxonani ochardim, hech kim yo'q. Kechqurungacha ishlab yopib ketardim. Menga o'sha payt Koreya boni bilan 140 ming pul bergan. Shu ishdan bosh kechganman. Albatta atrofdagilar hamma meni qo'pol bo'lsa ham ahmoqqa chiqargan. Jasorat kerak bo'lgan ekan. Tayyor shunaqa ishni tashab ketyapsan. O'sha paytda katta pul. Ya'ni qish kunida yana albatta ish yo'q, albatta ish yo'q. Muhim nuqta. Menga tayyor ish, boshqa o'zbek bolalarni baribir
yon atrofda bolalar bor, ishladi, aka zo'r ishda ishlar ekansiz, bizani ham o'sha yoqqa olib keting deganda rahbarlarimiz olmas edi odam ishga. Bir o'zim kelib ishda ochib, kechqurungacha ishlab ketardim, pulimni oyida tashlab berardim. Uyga ham shu shanba-yakshanba borib qaytib kelardim O'zbekistonga. Dushanba kunida ishni boshlardim. Aynan mana shu ishni bir kunda, bir kechada o'zim bilan o'zim ertalabgacha gapirib, pechatgan yechib o'sha kun to'xtatganman. Bugungi kunda aynan 2026-yil yanvaridan boshlab bitta ikkita asosiy korxona Koreyada taniqli bo'lgan korxona bu Global Service bo'lgan bo'lsa, unga 2018-yilda sherikchilik asnosida o'zim Ahim ukam, undan oldin ham bir necha yil biz boshqa yo'nalishlarda sherikchilik qilganmiz. 2018-yilda o'sha rasmiy ofitsialni shunga asos solganmiz birgalikda. Keyin mana 2026-yilda oxirgi 2 yil men operatsion boshqaruvda yordam berdim, ishladimda va mansiz ham o'sha korxona hozir bugun normal tizimda ishlayapti. Men faqat ulushdorlikda qolib chiqib ketdim korxonadan. Boshqa yo'nalishlardagi Kalibr Trading bor korxonamiz va boshqa sohalarda yo'nalishlar bor. Yo'qlarda ham faqat nima deydi, konsultant. Konsultant. Bitta savol bor edi aka sizga. O'sha global servisni ko'pchilik bilmaydi-da, nimaligini bitta. Men shuni aytmoqchi edim hozir. Shuni haqida qisqacha Koreyada bilmaganlar ko'p. Eshitgan, lekin nimaligini bilmaydi. Global Service kompaniyasi 2018-yilda asos solingan paytida aynan shu O'zbekiston, Rossiya mahsulot, oziq-ovqat mahsulotlariga bozor ochildi. Qaysi ma'nodaki, bizani o'zbek oshxonalari, do'konlari sekin-sekin ko'payish boshladi va ularga mahsulot kerak bo'ldi. Biz nolegal ravishda olib kelardik o'zimiz. Mana yo'l-yo'lakay kelishdi. Kichik biznes bilan shug'ullandik deganimda, o'sha uchib keladigan odamlarga Toshkentda odamimiz molni berib yuborardi. Biz bu yerda kutib olib do'konlarga tarqatardik. Ammo bu norasmiy edi va do'konlar ko'paygan sayin bu narsalarga mahsulotga anaqa talab kattalashdi. Undan tashqari keyin boyagi kichkina do'kon oshxonalarni ham Koreya davlati norasmiy mahsulotni sotishda taqiqlab qo'ydi. O'z-o'zidan distributsiya bozori paydo bo'ldi. Va shunda sherigim bilan o'tirib maslahatlashib, investitsiya olib kirib, shu Global Service kompaniyasini asos solganmiz. Bugungi kunda uni faoliyati O'zbekiston, Rossiya, Turkiya, Belorussiya va boshqa bir nechta davlatlardan oziq-ovqat mahsulotlarini olib kirib, mana Koreyada hozir bugungi kunda bizari anaqa hisobotimizga ko'ra 1300-1400 ga yaqin oziq-ovqat do'konlari va anaqa oshxona magazinlar bor. Mana shularni mol bilan ta'minlaydigan kompaniya bu. Yaxshi. Niyozbek, sizdan so'ramoqchi bo'lgan narsam bor edi. Suvni olib kirib, o'sha Koreya, O'zbekistondan olib keldingiz. Shuni noldan shu jarayon qanaqa bo'lganda, shu haqida ozgina masalan puli bor, qiziqib yurgan odamlar bo'lishi mumkin-da shu biznesga. Ozgina agar shu yo'llarni, past-balandlarini ozgina tushuntirib bersangiz, qanaqa boshlanib qoldi? Keyin harakat qilmoqchi bo'lgan odam nimadan boshlash mumkin? Faqat avvalo puldan ko'ra ham bilim deb o'ylayman. Chunki bu sohaga kirmagan odam juda ko'p pand yeyishi mumkin. Chunki har bitta sohaning ham o'zini ilmi bor. O'shanga birinchi navbatda shu sohani ustasidan ilm olish kerak deb o'ylayman. Nafaqat bu, boshqa oshxona sohasini ochadimi yo bir boshqa biznes qiladimi, har bitta sohani birinchi o'rganib chiqib, past-balandini ko'rib yoki past-balandini ko'rgan odamdan yaxshi ilmini olib, undan keyin investitsiya jalb qilsa ham bo'ladi. Chunki ilmga har doim pul topiladi. Ko'pchilik o'ylaydi, pul bo'lsa biznes qilaman. Yo'q. Ilm bo'lsa biznes qilinadi. Chunki hamma narsaning ham ilmi bor. Boshida biz ham qiynaldik, keyin ustozlardan maslahat so'radik, boshqa ilmini olganimizdan keyin o'zimizda yana ishonch paydo bo'lib, bir minimal bitta konteynerda ofitsialni olib kirish uchun, bitta konteyner olib kirish uchun 35 ming 40 ming atrofida pul ketadi. Endi bozorda birinchi o'rganib chiqish kerak bo'ladi. Bozorda qancha ehtiyoj bor? Talab. O'shanga yarasha yetkazib bera olish imkoni bormi? Investitsiya bormi? Chunki bozorda talab kuchli, lekin investitsiyangiz yoki yetkazib berish uchun kuchingiz yetarli bo'lmasa, tezda bozordan chiqib ketishingiz ham mumkin. Hamma taraflama o'rganib chiqib, keyin O'zbekistondagi brendda yaxshi zavod bilan shartnoma qilib, mahsulotni sinab ko'rib, olib kelib ko'rib, bozordagi masalan do'konchilarga ichirib ko'rib, odamlarga ichirib ko'rib yoki
hammasi tekshirilgandan keyin zavod bilan shartnomani qilib olib kelsa bo'ladi deb o'ylayman. Yo'q, lekin zo'r tanlov bo'lganda, mana Qambaral aka aytgandan keyin bildimda, Lakubani bu podkastdan oldin gaplashishimiz oldin Lakubani olib kirgan ukamiz bor deganda. Chunki o'zimiz tomonda o'zbek marketlar bo'ladi-yu. O'zimiz tomon borganda anorli, bilasiz o'zbeklar anorli sudasi trendga chiqib ketdi, ko'p ichadi. Bir ichib ko'ray deganimda juda ta'mi yoqdi. Menga haqiqatda bu reklamasi ham emas, boshqa ham emas, zo'r tanlov bo'lgan deb o'yladim. Shunaqa. Birinchi shu mahsulotni olib kirishda ham birinchi e'tibor berish kerak bo'lgan narsa, любой mahsulotni reklama qilsangiz, bir odamlar bir marta ichib ko'rishi mumkin yoki bir marta yeb ko'rishi mumkin yoki bir marta foydalanishi mumkin, lekin agar u talabga javob bermaydigan bo'lsa, qayta sotuv bo'lmaydi. Birinchi navbatda talabga javob beradigan mahsulotni topib, bozorda analiz qilib, keyin undan keyin olib kelinsa, marketing o'zi bilan bo'lib ketaveradi. Ichgan odam ham yoki olgan odam ham o'zi zo'r ekan deb turib boshqa sherigiga aytadi. O'shanga birinchi navbatda mahsulotni ham tekshirib. Aytdingiz-ku, konteyner deganingizda menda savol bo'ldi-da. O'zbekistondan konteynerda Koreyagacha olib kelishdi. Menga qiziq, qancha vaqt ketadi o'zi? Koreyaga kirib kelishigacha, sizni qo'lingizga tekkungacha vaqt. Odatda ikki xil yo'nalishda kelinadi. Logistikalar Xitoy orqali yuradigan logistikalar bor, Rossiya orqali yuradigan logistikalar bor. Odatda Xitoy orqali vaqti ko'proq. Lekin Rossiya orqali sovuq bo'lgani uchun muzlab qoladi. O'shanga ikki xil yo'nalishda yuriladi. Masalan, qishda Xitoy orqali yurilsa, bahor paytida Rossiya orqali. Rossiyadan arzonroq, Xitoydan qimmatroq. Ya'ni faqat ichimlik emas, любой narsa O'zbekistondan olib kirmoqchi bo'lgan narsa shu yo'llar bilan kelishi mumkin. Ikkala yo'nalish bo'yicha kelishi mumkin va odatda Rossiya orqali 35 kun ketsa, Xitoy orqali 2 oy. 2 oy. 2 oy yo'q, o'xsha olganda 2 oy yo'qda Koreyaga kirib keladi. Shunaqa. Keyin ruxsati qanday bo'ladi? Olib kirishda ruxsat. Olib kirishda birinchi laboratoriya qilish kerak bo'ladi, oziq-ovqat mahsulotlarini. Birinchi navbatda O'zbekistondan mahsulotni olib kelib, avia orqali olib kelasizmi, qandaydir yo'l bilan olib kelib, birinchi laboratoriyadan o'tkazish kerak bo'ladi. Ruxsatnoma olganingizdan keyin konteynerda olib kelish to'g'ri bo'ladi. Kattaroq ob'yomda. Demak, siz birinchi taqdim qilgansiz, o'sha olib kiradigan tovaringizni ular nimadan o'tkazgan, keyin ruxsat bergan-a? Xuddi shunaqa. Odatda biz o'ylaymiz, O'zbekistonda любой narsani o'zimizda import qilib shunday sotaveramiz. Yo'q, Koreyada unaqa emas. Har bitta detalgacha yondashiladi. Olib kelib mahsulotni tekshirasiz. Tekshiruvdan o'tgandan keyin buni Koreya standartiga moslab stikerlaysiz. Koreyscha yozuvlari ham bo'lishi kerak. Har bitta oziq-ovqat iste'mol tovarlar. Undan keyin ruxsatnomangiz chiqqandan keyin qancha bo'lsa ham ob'yomda olib kelib sotishga ruxsatingiz bo'ladi. Yaxshi. Bu mavzu haqida yana to'xtalib o'tamizda. Undan oldin Qambaral aka, sizga savolim bor edi-da. Hozirda sohangiz bo'yicha konsultantsiz, biznes maslahatchi bo'ladimi o'zbekchasiga? Shu biznes maslahatchi. Demak, biznes konsultantlar o'zi kompaniyalarga qanaqa yordam beradi yoki kompaniyalar, xususiy kompaniyalar yoki xususiy tadbirkorlarga qanaqa yordam berish haqida ozgina nima deydi, shu narsani gapirib o'tib ketsangiz demoqchi edimda. Konsultant ikki xil qarashda bo'ladi. Konsalting deydigan bo'lsak, bu birinchi konsultant boshqacha qilib tushuntiraman. Korxona masalan ikki xil murojaat bilan keladi. Qisqacha qaysidir bitta yo'nalishda maslahat bering deydi yoki umuman tizimni ichkaridan 0 dan boshlab 100 gacha tuzatib bering deydi. Konsultant yoki konsaltingning vazifasi xuddi bir shifokorga o'xshaydi. Qaysi joyda kasallar bor deydi. Kasalni oldin o'sha agar konsalting bo'ladigan bo'lsa, bemorni oldin bir nechta analizlarga yuborib, to'g'ridan to'g'ri birdan javob bera olmaydi. Oldin analizlarni ko'rib chiqadi. O'sha analizga qarab keyin aytadiki, mana bu dorilarni ichasan. Chunki mana bo'ladi, masalan, shaxsan o'zimda shunaqa holat bo'lgan, bir kun Koreyada shunaqa bir bel og'riyapti. Shunaqa bel og'riyapti, hech bo'lmaydiganda. Men igloterapevtga bordim. Dedimki, belim og'riyapti, qattiq og'riyapti, belimga igna qo'y, anaqa nina qo'y desam, yot ko'ramiz dedim. Yotgandan keyin oyog'im tegi tomoni bir bosdi shunaqa og'rib ketdi. Men 3 kun 4 kun o'yda qiynalganman, o'ylaganman, belim og'riyapti. Aslida og'riq boshqa joyda. Samarqanddan uchib kelganman. Samarqanddan bir kun oldin oila bilan Hazrat Davud tog'iga chiqqanmiz. Zinadan chiqishingizda faqat o'ng oyoq oldinga tashiysiz, tushganda ham faqat o'ng oyoq qo'yasiz. Men to'xtamay chiqib ko'p yuraman-ku, o'shanga o'rganib bittada chiqib, bittada tushganman. Ana bu mushak mishsi anaqa bo'lib qolgan, qotib qolgan, tomirni qisgan. Nagruska kelganda, shu oyoqdagi mushak qisilishi beldan o'tadigan tomirni qisib qo'ygan. Endi lekin siz qayeringiz og'riyapti? Bel og'riyapti.
siz 100% tadbirkor masalan biznes rahbari belim og'riyapti deb keladi. Unga to'g'ridan to'g'ri bo'lmasa beling davolash kerak deyilmaydi-ku. Shifokor bitta analiz topshiring deydi, bitta qon topshiring deydi, boshqasi o'shanga qarab dori beradi. Mana bu dorini ham endi agar o'sha inson rahbar ichsa va shu bilan shifo topaman deb o'ylasa, o'zi intilsa, harakat qilsa, shifo topadi. Dorini otib yorib gapiraveradi, doktoring desa o'zgarmaydi hech narsa. To'g'ri. Qaysi ma'nodaki tadbirkorga ham siz konsultatsiya berasiz, gapiraveradi, yana o'zini bilgandan qolmasa, hech narsa o'zgarmaydi. Gapni olishib olmasligi bor-ding. Ha, endi javobingizga, savolingizga keladigan bo'lsak, biznes konsalting shu butun tizimni boshqatdan noldan to oxirigacha tiklab beruvchi. Kirib korxonaning ichiga keladi, 1 oy, 2 oy, ayrim korxonalarni 3 oy, 4 oy analiz qiladi. Faqat nabludeniya qarab turadida, keyin biznes rejani tuzadi, tizimni qayerda kamchiliklari bor tuzadi, rahbar bilan maslahatlashib, aka, mana shu joyda kamchiliklaringiz bor. Mana shuni to'g'rilab olsangiz, qondak trombni ochib olsak, ana undan keyin biznesingiz ketadi deb to o'sha marketing darajasi, mijozni qo'liga yetadigan darajada mahsulot xom ashyo bo'lib kirib to oxirgi iste'molchiga borguncha mana shu butun boshli yo'lni tekshirib chiqib va shu yerdagi xato kamchiliklarni ko'rib chiqib, mana shuni tuzatishga aytadi rahbarga, mana buni tuzatasiz, yaxshi bo'ladi deb boshida nazorat qilib tuzatishgacha qarab turadi. Bu konsalting. Konsultatsiya shunchaki maslahat. Mana buni qilasan deydi, oq yo'l. 1 soatlik konsultatsiya beradi, ketaveradi. Koreyada shu soha bo'yicha yana mutaxassislar bormi sizdan tashqari? Men bilmasdim to'g'risida. Siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz, shu sohada yurasiz? O'zi aslida men endi bo'sh vaqt topdim. Bo'sh vaqt topgancha boya aytdim-ku, men 2026-yil yanvar oyigacha o'zimizning korxonada shu operatsion boshqaruvda bo'lganman. Ana o'shangacha bitta ikkita anaqalar bo'lgandi, nima deydi, takliflar bo'lgandi. Hozirgi paytda bozori bo'sh buni. Bozori bo'sh, lekin mijozni o'zi hali bemorligini tan olgani yo'q. Koreyada shunaqa. Mijozni o'zi hali tan olgani yo'q. Mana shu yog'im og'riyapti degan narsaga kibr hali yo'l qo'ygani yo'q. Yoki o'sha yerda og'riyadiganini hali tan olgani, bilgani yo'q. Va tamoman nima deydi, biznes qirga kelib qolgan payti, keyin cho'kadigan payti, cho'kayapman-ku deydi. Lekin Qamral aka, sohangiz bo'yicha yana bitta savol sizga. Koreyada o'zini biznesini qurmoqchi bo'lgan ayollar yoki erkaklar bo'lishi mumkin-da, o'zini biznesini qurmoqchi bo'lgan odamlar 2025-2000 bo'sh joy bormi shu 2025-2026-yil prognozi bo'yicha qaysi sohalarda bo'sh joy bor, masalan, biznesini qurmoqchi? Juda ko'p. Koreyada, imенно. Koreyada juda ko'p. Masalan, qaysilarini deb aytishingiz mumkin? Avvalo, tadbirkorlik bilan shug'ullanaman degan odam o'sha visionni, niyatini kattaroq qilish kerak. Kattaroq qilish kerak. Qaysi ma'nodaki, qarang, har bir biznes nimadan kelib chiqadi? Biznesda eng birinchi tug'iladigan joyi bu muammodan. Muammoga yechim topsangiz, u biznes bo'ladi. Tushunarli. Qayerga talab demoqchisiz, insonlardan kelib chiqadi. O'zingizni, men har doim birinchi bo'lib o'zimni qanaqadir muammom bo'lsa, keyin yon atrofdagilardan so'rayman. Senda ham shunaqa muammo bormi deb. Ha, bor, lekin yechim yo'q. Aynan o'sha yechimni topganimdan keyin mijoz o'zi kelish boshlaydi. Biz ozgina teskari qadam qo'yish boshlaymiz-da, ya'ni reklamaga muhtoj bo'lmagan, qaysi ma'noda reklamaga muhtoj bo'lmagan yo'lni topmaymiz-da, mahsulotni keraksiz mahsulotlar bilan shug'ullanamiz. Qaysi ma'noda, mana bugun siz qaysidir restoranga, oshxonaga bormasangiz ham kuningiz o'tadi. Imkoniyatingiz yo'q qaysidir mahsulotni olib iste'mol qilishga-da. Kerak emas sizga. Lekin shunaqa yo'nalishlar borki, usiz iloj yo'q. O'sha yo'nalishlarni aytib o'ta olasizmi? Qaysi sohalarda? Endi mana hozir yana bitta shuni boyagi masalani tugatish uchun bitta aytaman. Biznes muammodan kelib chiqadi deganda, pul qayerdaligini yana boshqatdan aytaman sizga. Masalan, shifokorning oldiga borganda biror marta ko'rganmisiz, ro'yxat qilib berganda dorini tortishganini, talashganini, yo aptekaga kirgan odammi, aka buni arzonroq qiling, bunisini kamroq qilib bering. Asosan unaqa joylarda bo'lmaydi-yu. Bo'ladimi shunaqa narsa? Yo'q, unaqa joylarda bo'lmaydi. Muammodan kelib chiqadi. Yo qurilish materiali, mana shu bugun kerak, mana tomga bir narsa kerak, mix kerak, ustoga 1 kiloni o'rniga yarim kilo ishlat deb olmaysiz. Kerakmi olib kelasiz. Mana shu tomonlama qarash kerak-da.
keraksiz mahsulotga o'zingizni yo keraksiz biznesga boshingizni qotirsangiz, unda keyin reklamaga kuch berasiz. Hali boya Niyozbek aytgandek, o'sha mahsulot yana ikkinchi marta mijoz yo olib keladi, yo olib kelmaydi. Endi sizlarning savollaringizga keladigan bo'lsak, bugun mana Koreyaning o'zida agar shug'ullanaman degan bo'lsak, biz ozgina kattaroq masshtabda olishimiz kerak. Biz kichik doirada bugun ko'rib turgan oshxona, magazin, anaqa faqat o'zimizni doiramizda emas, kattaroq masshtabda. Bugun Koreyada nima muammo bo'lyapti? Masalan, qariyalar ko'p. Misol tariqasida qariyalar ko'p. Koreyada shuni bozori anaqa mana Amerikada bor, kompaniyalar bor, qariyalarga qaraydigan, yo qanaqadir servis ko'rsatadigan yoki talabalarning qancha muammosi bor. Talabalarda muammo bor, qariyalarda muammo bor va hokazoda. Yo qurilishlarda masalan, men hozir ertalab yurishga chiqqanda buni qarayman, domla orasidan o'taman, deyman, mana bu sitini oldini alkafon qilib chiqqan. Yo masalan, derazasini qo'yib chiqqan qaysidir kompaniya. Milliardlab pulda bu. To'g'ri. Xo'p, siz to'g'ridan to'g'ri hozir aytishingiz mumkin-ku, mendan olmaydi-ku deb. Xo'pda partnyor oling. Shogird bo'ling, sekin-sekin. Endi biz aytamiz, unga katta pul kerak. Qo'rqamiz-da. Shuni aytmoqchi nima? Qo'rqamiz. Qo'rqmash kerak-da. O'sha kattaroq masshtabda qarash kerak. Kichik masshtabda emas, ana masalan mana bir rayonda 100 ta o'zbek bor, 100 ta o'zbekka oshxona ochaman. Yo'q. Men boshqacha qaragan bo'lardim. Men shu rayonda yashayapman, 100 ta o'zbek bor, lekin 2000 ta mahalliy aholisi bor. Bitta uchi anaqa kofe shop ochaman. Men 100 kishiga emas, 2000 kishiga anaqa xizmat ko'rsataman. Nimaga biz koreys bozoriga kirmaymiz? Topib olganimiz faqat kichkina joylarda. Juda tor doirada-da. Qo'rqmash kerak, keng doirada qilish kerak va o'shanga kimgadir shogird turib qo'rqmasangiz bo'ladi. Shu hozir boya misolda aytganimdek juda ko'p. Koreyani o'zini misolda juda ko'p. Biz visionimiz, masalan, yana bitta masalani aytaman. Men yaqinda bitta video qo'ydim, ko'pchilik ko'rdi, u 1.200.000 prosmotr bo'lib ketdi. Ana sizlar ham ko'rgan bo'lsangiz, it mushugi gapi bo'lgan. Qariya bir sartarosh qo'shnimiz. Men ko'rdim. Qo'shnimizda men soch oldirib turgan paytim, yana qo'shnimiznikida anaqa ochilibdi, it mushuklar sartaroshxonasi ochilibdi. Men endi Koreyskiy rayonda turaman-da. Nimaga bu rosa ko'p bu yoqda, hattoki 3 etaj больницалari bor, bog'chalari bor, saloni bor, boshqasi deganimda, boya kampir ozgina to anaqa soch olguncha gaplashdi. Biz ham dedi, xuddi sizlarda yashaganmiz oldin. Boyagi nima deydi? Bordi keldilarimiz bo'lgan, ko'p farzand bo'lganmiz biz. Hamma biladi Koreya tarixida-da. Qarindosh urug'lar bilan. Bordi keldimiz bo'lgan. Hozir deydi, yoshlar-ku mayli, tug'ish yoqmaydi, boshqa qilmaydi, lekin qarilar it mushuk boqishning sababi deydi, uyga kirib kelgan payting, eshikdan kirgan payting, iting mushuging yugurib kelib senga talpinadi deydi. Talpinadi deydi. O'tirgan payting senga surtiladi deydi. Dasturxon boshida o'tirsang, bolalaring telefon kablaydi, sen bilan gaplashmaydi deydi. O'sha mehr uzoqlashgan deydi. Endi bu tarbiya boshqa keyin unda rosa bir 40 mingta kommentariy bo'lib ketdi. Islomiy bo'lishga boshqa gap unda ketmayapti. Qadriyatlarga taqalmaydi demoqchisiz. Gap unda ketmayapti. Unda shunchaki telefonga ozgina u islomiy ham telefon o'ynab o'tiribdi-ku. Shunaqa. Hozir mana o'zimizni O'zbekiston o'zbek oshxonalarga kiring, ikkita yoshni ko'rasiz, chiroyli soqol qo'ygan, taqvodor bola, lekin ikkalasi bir-biri bilan gaplashmaydi. Telefon o'ynab o'tiradi ovqat kelgancha. Shu ma'noda u gap aytilgandi, lekin endi men hozir nimaga u aynan o'sha Reels'ni olib chiqdim. Uni tagida mani visionimda uni tagida bo'sh bozordan ko'paydi bu narsa. Nimaga desangiz, bugun qarang, bolalarga kasha, kiyim savdosi o'tmayapti. Hamma it mushuk boqyapti. Odamlar ko'pchilik oddiy ko'z bilan qaraganda bolani xarajati ko'p Koreyada, itga kam deb aytadi, yo mushukniki kam deb aytadi. Yo kechirasiz, uniki undan ham ko'p. Bitta sartaroshxonasi 600 ming, bitta bolasi 1 millionlab anaqa lichenlari bordi, o'sha it mushuklarni. U undan ham ko'p. Lekin bozori bo'sh-ku uni. O'sha bitta men yashaydigan ko'chada nechta magazin bor? O'zi bu narsani Koreyada bozori ham nimada? Endi o'sha yuqoridan qaraydigan katta tadbirkorlar shu bilan ushlab oldi-da. Magazinlarni ochib tashladilar. Chunki hech kim qilmayapti bu narsani. Lekin talab zo'r. Pul yaxshi ketyapti. O'sha bolalarni mahsulotidan ko'ra it mushugi mahsuloti tayyor bozorda. Endi masalan bizani o'zbeklar qilsin demayapman uni. Ko'rishingizda bozorga nima kirib kelyapti? O'sha butun davlat globalni qarash kerak-da. Globalni qarasangiz, bozorda bugun nima stradat qilyapti? Koreya bozorida
qarilar ko'payapti. 65 dan keyingi odamlar aholisi foizi balandlashgan hozir. Qarayotgan davlat. Qarayotgan davlat. Ular baribir qanaqadir ularga servis ko'rsatish mumkin. Masalan, oxirgi 5 yilda men ko'ryapman, o'zbek talabalari ko'paydi. Ularni qanaqadir servislar, masalan, AI assistent orqali, programmirovание orqali qanaqadir ularga til kursi, boshqa uni to'g'ri yo'nalishda faqat. Hozir ko'p ochib tashlaganlar. Lekin o'zimiznikilarda ham kelish uchun oson yo'llarni har qanaqa mana bu konsaltinglar orqali pulga tushib, aldanib mabitga kelib keyin mardikorlik qilish emas, shuni to'g'ri yoritib beradigan AI orqali shunaqa programmalar qilsa bo'ladi. Qambar aka, siz aytdingiz-ku, kattaroq masshtabda qarash kerak Luva biznes bo'yicha dedingiz-ku. Men ko'proq Seulda ahamiyat beraman. Seuldagi o'zbek oshxonalari karislar uchun ham moslanganda, lekin chekkaroqda biz tomon, masalan, o'zim Pajoda turaman-da, Pajodagi oshxonalarga qaraydigan bo'lsam, yaxshi, talablari yaxshi, lekin bitta ko'rganda karischa kirib o'tiradigan darajadagi qulaylik yo'q. O'zbeklar o'sha yerdagi atrofda yashaydigan o'zbeklar uchun ko'proq nima bo'lganda, moslashgan u joy. Demoqchiman, shu narsaga ham qarash kerakmi? Oshxona ochadigan, oshxona biznesi bilan shug'ullanayotganlar karislarni ham jalb qiladigan qanaqadir narsalar ham bormi? Shu haqida ham ozgina gapirib o'tsangiz. Da, auditoriyaga endi boya aytganimizdek, biz 100 kishiga qaraydigan biznes qiladigan bo'lsak, u biznes emas u. To'g'ri. U o'zimizni nimada hozir O'zbekistonda aytiladiki, o'zini ish bilan ta'minlash. O'lmagulik. U shu arenda to'laysiz, shu ijarani to'laysiz, ishchilarning puli chiqadi, keyin o'zingizga bir nima qoladi, keyin ham agar siz bir kun ishxonaga kelmasangiz, bir nima bo'lib qoladi-da yo'qda. U tizim o'siydigan masshtabni o'sib ketmaydi u. Masalan, franchiza degan narsalar rivojlanib ketmaydi. Tushunyapsizmi? Keyin Niyozbek, sizni ham, Qambar aka, sizni ham hozir fikringlar kerak edi. Menga bitta savolim bor edi. Koreyada karis bilan hamkor bo'lsangiz, masalan, kattaroq masshtabda qanaqadir ish qilmoqchisizda, ishonch darajasi qanaqa? Men ishlab ko'rmaganman. Siz tajribangizdan, keyin Niyozbek, siz ham aytishingiz mumkin bu narsa haqida fikringlar. Pul masalasi bo'yicha hamkor bo'lishga qanchalik karislar o'zbeklar bilan solishtirganda qanaqa? Shu haqida ozgina gapirib bersangiz. Hozirgi kunda men o'ylayman, hozirda student bolalar bo'ladimi yoki bir ishchi vizada ishlab yurgan bolalar bo'ladimi, ozgina pul topib, karis tanishim bor, boshqa ham bor, bir biznes ochaman sheriklikda deb ko'p xatolarga yo'l qo'yishyapti. Faqat sheriklik va pul bilan bo'lib ketmaydi deb o'ylayman u ish. Birinchi navbatda asosan sherikchilikda karis bilan boshlagandan ko'ra kechroq bo'lsa ham yoki kamroq masshtabda bo'lsa ham o'z kuchi bilan boshlash kerak. Agarda karis bilan sherikchilik qilgan taqdirda ham qanchadir muddat va qanchadir daromad oldindan qog'ozda kelishilgan, har doim qog'ozda kelishilgan va tugash nuqtasi ham aniq holatda bo'lishi kerak. Chunki ko'plar faqat so'z bilan yoki kelishuv orqali yo tanishim, meni poddержка qilgan, meni yaxshi taniydi, men o'zim yaxshi taniyman deb ishni boshlab ketaveradi, lekin ish jarayonida o'zgarishlar bo'lib ketadi. Haligi xarakter o'zgarishi mumkin. Karisi yoki bir kelishmovchilik kelib chiqishi mumkin. O'sha holatlarda qiyinchilikka duch keladi ko'pchilik. Bu narsa bitta karisda ham emas, o'zbeklarda ham bo'lishi mumkin bu narsa. Shunaqa bir aytmoqchisizki, hozir hujjat tomonlama nechadir foiz senga, nechadir foiz senga ido qilib olish kerak demoqchimiz. Karis bilan hamkor bo'lish agar bo'lmoqchi bo'lgan odam, shu narsani gapirmoqchisiz. Faqatgina karis bilan hamkorlikdan ko'ra birinchi navbatda bir ishni qilmoqchimi, ideyasi bormi, o'z kuchi bilan qilish kerak deb o'ylayman. Juda, chunki o'z kuchi bilan qilish kerak. Agarda hozirgi kunda ko'p pul yo'q bo'lsa, qarindosh urug'dan bir so'rash kerak. Eng yaqin odamlardan, eng yaqin do'stlardan. Umuman shans qolmagan taqdirdagina karis bilan yaxshi karis bo'lsa, o'shanda bir hamkorlik qilishi mumkin, lekin o'shanda ham har doim qog'ozga tushirilgan holatda. Siz Koreyada o'zini biznesini boshlamoqchi bo'lsa, karis bilan hamkor bo'lish обязательно shart emas. Chet ellik bo'lib turib, o'zingiz bilan bemalol qilsangiz bo'ladi. Karis sizga poddержка bo'lib turishi shart emas, a? Yo'q, albatta. Qarang. O'zbek xalqi o'zi biznikilar hammasi o'zi tadbirkor xalq. Chunki 90% dan oshiq xalq O'zbekistonda tadbirkorlik qiladi. Nimaga 90% deyapman? Rasmiy bo'lmagan taqdirda ham kimdir do'koni bo'lmasa ham, boshqasi bo'lmasa ham oilada bir nima olib sotishadi. Bir nima olib qishda olib qo'yishadi, bahorda sotishadi, bahorda olib qo'yib qishda sotishadi. Nimaga ko'pchilik tadbirkor deyiladigan bo'lsa, chunki O'zbekistonda $300-400 yoki $500 oylikni tashab riskovat qiladi oilalar yoki odamlar. Lekin Koreyaga kelgandan keyin $2000-3000 oylik deb turib 99% odam buni riskovat qilishga qo'rqyapti hozirgi kunda. Lekin o'sha ustoz aytishgandek,
juda ham bozor bo'sh. Chunki 99% odam shu riskoat qilib, shu oylikni tashlab, tadbirkor o'zi qonda tadbirkor qoni bor, lekin o'zi faqat ishlab yuribdi. Qamar aka, hozir siz shu narsaga qanaqa qaraysiz? Hamma tadbirkor bo'lish kerakmi? Koreyada ko'pchilik, men o'zim tanishlarim ichida ham ko'pda biznesga qiziqadiganlar. Qanaqa odamdan tadbirkor emas, prosta boshqa mutaxassis ham bo'lishi mumkin-ku, qimmatroq mutaxassis. Chunki sizni chiqishlaringizda ko'rdim shu narsa haqida ozgincha gapirib bersangiz demoqchi edimda. Ko'pchilik biznesga qiziqadi-yu, lekin Koreyada boshqa imkoniyatlar ham bor. Biznesdan ochgandan ko'ra yaxshiroq pul topadigan yo'llari ham bor-ku. Hamma tadbirkor bo'lish kerakmi? Nima deysiz shunga? Yo'q. Hamma tadbirkor bo'lish kerak deb o'ylamayman. O'zi inson dunyoda qanaqa missioner bo'ladi-yu. Dunyoga keldi. Har kimni Alloh qanaqadir bir anaqalar bilan nima deydi, bir mukofotlaydi. Kimdir yaxshi qo'shiq aytadi, kimdir masalan yaxshi rassom bo'ladi yo kimdir Talant tomonlama deydi. Talant o'sha talantini topa olish kerak-da. Talantni topishda masalan ko'p ishlatadigan frazamiz, so'zimiz nima? Sen qaysi ishni qilgan payting soatga qaramaysan. Maza qilib qilasan. Mashhur gaplardan. Sen 10 soat, 15 soatlab shu ishni qilasan. O'sha seni agar sohang bo'ladigan bo'lsa, o'shani zo'r qilgan. Mana yer yuzida masalan shunaqa sapojniklar bor-ku, uni tikkan obufi, tuflisi masalan necha ming dollarlab turadi. Yo shunaqa anaqa partnoylar bor. Men endi kechirasizlar, ozgina ruscha qo'shib gap anaqalarni so'zlarim. Partnoylar bor masalan. Zo'r kasb. 10 ming dollar, 6 ming, 7 ming dollar kastim shim tikadi. Misolda. Yana bunaqa narsalar ko'p. Ya'ni o'zingizda yo hozir masalan bozori bo'sh deyapmiz-ku. Bozor bo'sh, mana nechta kompaniyalarga kirib chiqaman, zo'r kadr kerak. Qaysi sohada kadr kerak demoqchisiz? Masalan menejerlikda, korxonada o'sha marketing o'rganadimi? Marketing butun bir psixologiyada o'zi. Marketing o'rganadimi, boshqa yo'nalishlarda o'sha operatsiyonkada bo'ladimi, boshqa joyda bo'ladimi? Zo'r kadrlar bor. Zo'r kadrlar kerak, bozor bo'sh. Masalan, boya men aytdim-ku, men 2005-yildan 2008gacha men o'zim anaqa kontrakt ishlaganman zavodda. O'sha zavodda Kunjanjani, anaqa endi zam direktor deyiladimi? O'sha brigadirda. Yo'q, Kunjanjan u direktordan keyingi odam. Direktordan oyligi ko'proq edi. Yo'q. Hozir normalniy korxonada xuddi shunaqa, mana biz o'zbek talaffuzida shu gap bizning aqlimizga sig'maydi. O'shaning uchun ham ko'p tadbirkorlarni men ayrim korxona o'sha konsultatsiyasiga yo boshqasiga kirsam, aqliga sig'oltira olmaydi rahbar, hazm qila olmaydi. Qanaqa mendan ko'p oladi deydi. Shunaqa. Uni masalan mana bu odam o'sha savdo boshqaruvchisi, bu o'sha KPIga o'tiribdi, foizda o'tiribdi. Lekin shunaqa zo'r sotyapti-ku, meni bir oylik daromadimdan ko'ra buniki oshib ketyapti. Ayrim rahbarlar uni hazm qila olmaydi. Xuddi shunaqa inson ko'rganman. Hazm qila olmaydi. Endi nimaga deydi? Asanga farqi nima? Ishlayapti, qilaversin. Shuning uchun aytmoqchimanki, albatta tadbirkor bo'lish shart emas. Zo'r xodim bo'lgan qaysi yo'nalishda. O'zini sohasini egasi. Masalan, risking kamroqda. Risk kamroq. O'zi tadbirkorlik eng qiyin kasblardan biri. Tadbirkorlik eng qiyin kasblardan biri, lekin hozirgi kunda eng yengil ko'ringanligi uchun odamlar ko'p xatoga duch kelyapti. Men ko'p joyda shu narsani aytaman. Masalan, bitta kechirasizlar, bitta tovuqni davolash uchun 5 yil silxozda o'qiydi. To'g'rimi? Lekin insonni tadbirkorlikda masalan bitta mahsulotingizni sotish uchun uni qalbiga kirib, o'sha sizning mahsulotingizga qiziqish uyg'otib, cho'ntagidan pulini chiqarib to sizga berguncha uni siz psixologiyasiga kirishingiz kerak. Va o'sha narsani siz halollab olishingiz kerak. Bu qancha mashaqqat ishdi. Nimaga bizda aynan hozir Silxoz institut bo'lganu, endi meni o'zimni shunchaki taxminim, balki noto'g'ri fikrim, lekin aynan shu biznes bo'yicha universitetlar bo'lmagandir balkim. Sababi biz 70 yil o'sha Sovet ittifoqida bo'lganimizda tadbirkor degan narsa u spekulyant edi. U yomon gap edi. Mahsulotni 3 so'mga olib 5 so'mga sotuvchi bu kommersant, spekulyant degan narsalar u yomon narsa edi. Shuning uchun kerak bo'lmagan unaqa odamlar. Bugun hozir biz o'shaning uchun tadbirkor deganda sirtqi tomonni ko'ramiz. Bizga o'xshagan odamlar Instagramga chiqadi-da, yoshlar keyin havas qiladi-da, yoki mana oshxonaning rahbarini ko'radi-da, men ham shu ish qilaman deydi. Uni tagida qancha mashaqqat bor, qancha qiyinchilik. Aslida qo'pol qilib aytganda, tadbirkor o'zi bir mardikor. Qaysidir ma'noda mardikor. Hozir mana katta masshtabda o'ylaydigan bo'lsak,
Mana biz investitsiya degan so'zlarni endi o'rganyapmiz-da oxirgi 4 yil 5 yilda. Bu yevrolardan kelgan narsa-da. Yangi chiqqan so'zlar. Ha, investorlikda investor holatiga o'tyapti. Men ko'p investorlarning podkastlarini, darslarini ko'p o'qiyman-da. Ular nima ularni ko'zida, investorlarning ko'zida tadbirkor mardikor. Chunki bechora tadbirkor birovning pulini oladi, unga foiz beradi, bunga oylik beradi, bunga arenda beradi, bunga boshqa qiladi, mehnat qiladi. Oyda oxirida o'zini hisobotini to'g'ri qilgan bo'lsa bir nima qoladi. Bo'lmasam javobgarlik, mas'uliyat ko'p, yurak kasal ko'p, To'g'ri. asab ko'p, kechalar bilan uxlamaydi. Hamma narsa shuni qo'lida. Hamma narsa shuni qo'lida, mas'uliyat katta. Lekin u bilan olib qaradigan shashvaran qolmaydi. Kreditga olgan mashinasini internetga qo'ygandan keyin boshqalar ham havas qiladi. Balkim o'zini puligadir, lekin uni yo'qotgan energiyasiga yarasha emas uni topadigan puli. Bu tomonlari ham bor deng. Da. Shuning uchun tadbirkorlik havas qiladigan yo qilmanglar yo qilinglar demayman. O'xshasa istasang qil, lekin undan tashqari ham bozor katta. Niyozbek, sizni bundan oldin urinib ko'rgan O'zbekistondagi qanaqadir biznesingiz bo'lganmi? O'xshamay qolganmi? Yo'q, o'zi yoshlikdan tadbirkor oilada katta bo'lganmiz. Otam 3-sinflik paytimda bozorga tarvuz sotadigan begonalarni qo'liga olib borib topshirgan. O'sha yerda begona odamlarning oldida tarvuz sotishni o'rganib, bozorda o'rganib, muomalani o'rganganimdan keyin 4-sinfimda bir yildan keyin, o'shandan keyin oziq-ovqat do'koni ochib bergan otam. Xudo rahmatli. O'zim keyin 4-sinfimdan 9-sinfimgacha yuk olgani bitta taksini zakaz qilib, yur ketdik, haliga borib yukni olib kelamiz desam, sen 4-sinfsan, yosh bolasan, senga qanaqa ishonamiz? Hozir sen pulimizni berasanmi yo'qmi o'zi deb olib bormaganlar ham bo'lgan. Shu 4-sinfimdan 9-sinfimgacha tadbirkorlik qilib, keyin undan keyin otam yoshing katta bo'lyapti, pul nimangni, tarbiyangni buzishi mumkin deb turib, tadbirkorliklarimizni yopishgan. Undan keyin o'zim O'zbekistonda koreys tili o'qib, topik 6 olib, O'zbekistonda koreys tilidan dars berganman. O'zbekistonda olganmiz topik 6ni. O'zbekistonda olib, O'zbekistonda dars berishni boshlaganman. Keyin o'sha paytda lekin o'zim yoshlikdan qilib yurgan ishim savdogarlik bo'lgani uchun yana qonda bor, lekin xarakterda bor. Ozgina 4 million oylik olaman, 2 million to'playman, 4 million olaman, 2 million to'playman. Keyin otam oldilariga borib, "Dada pul to'pladim. Shunaqa o'zim bitta biznesimni boshlamoqchiman, bir 5 million yetmayapti" desam, "Bo'pti" deb berishgan, qarzga berishgan. Uydan. Qarzga berishgan. O'sha paytda aytganman, boshqalar otasi bir nima qilaman desa, olib beradi, qilib beradi, nimaga men dadam qarzga beradi deb. O'sha payt xafa bo'lganman, lekin hozir rahmat aytaman, chunki meni haqiqiy hech kimdan hech nima kutmaydigan qilib tarbiyalashgan ekan. Mas'uliyat berganda. Mas'uliyat. Uni qaytarib hattoki otadan ham hech nima kutmaydigan qilib tarbiya berishganliklarini keyinchalik tushunib yetganman. Demak, hozir ishingizni boshlash davomida xuddi sizga o'xshab qiziqqanlar bo'lishi mumkin-da. Masalan, menda 10 ming pul bor edi, 10 ming dollarni hisoblasangda, 10 ming dollar bilan kichikroq biror bir narsa olib kelib, Koreyada o'zbeklar asosan endi bu narsani bizda o'zbek segmentiga, o'zbek segmentiga kerakli narsalarni o'ylab ko'rib, bir 10 ming dollar bilan ham kichikroq narsa olib kelsa bo'ladimi? Qamarliga siz ham shu haqida ozgina gapirsangiz, Niyozbek siz ham shu fikrda. Ustoz aytishganidek, faqatgina o'zbek segmentiga yoki SNG do'konlariga kirish o'ylamaslik kerak. Birinchi navbatda kichkina pul bo'lgani bilan o'sha kichkina ob'yomdagi, masalan, mablag'iga yarasha birinchi navbatda shu o'zbek do'konlariga kirilsa, sekin-sekin bir SNG do'konlariga kiriladi, mingtalikka, keyin undan keyin boshqa, masalan, matlarga kirishni o'ylash kerak. Kichkina-yu faqat shu o'zbek do'koniga sotaman degan narsa bo'lmasligi kerak. Birinchi mahsulotda aytganimizdek, bozor hamma bozorga tushadigan mahsulot bo'lish kerak. Masalan, bu suv, masalan, Pyeongchang kirsa ham sotib oladi. To'g'ri. Hamma bozorga tushish kerak bu. Faqatgina etap-etap mablag'ini, masalan, hisobini olib, kichkina mablag'dan o'rtacha mablag'ga, o'rtacha investitsiyadan katta investitsiyaga va katta bozorga kirish harakatini qilsa bo'ladi deb o'ylayman. Qambaral aka, Koreyaga Milka degan shokolad kelib qoldi, ko'rgan bo'lsangiz. O'zbek do'konlarida ko'rdim. Уже Seul, Pyeongchanglarda ham ko'ryapman. Kim olib kirgan demoqchimisiz? Kim olib kirgan uni? Lekin juda shirin ekan, zo'r ekan. Yeb ko'rdingizmi? Ha, yeb ko'rdim men ham, yaxshi. Koreys magazinlariga ham kirib bordi.
o'zbek magazinlarida birinchi ko'rdim, keyin kirdida. Ha, o'zbek Shunga- magazinda u nelegalni kirgandi. Ha, yo'q. Boshida nelegalni kirgandi. O'zi siz ko'rib turgan любой mahsulot, o'zbek do'konda любой mahsulotni kelib chiqishi tarixi oldin probni versiya bo'ladi. Talab bo'ladi. Keladi, nelegal mana samolyotdan tashiydilar, olib kelinadi. Talab yaxshi bo'lib, bozor rivojlangandan keyin kimdir deydi, shuni zavodiga yoziq qani. Ana boyagi distributsiya kompaniyalar yoziq qani deydi, talab bo'lgandan keyin olib kirishadi. Endi anaqa siz aytgan piyonijonlarga kirish uchun shunchaki bu yerda piyonijon bilan kelishish emas, bu juda chuqur mavzu. O'shada shunisi qiziq. Uni ishlab chiqaruvchi zavod aynan shu talabga javob beruvchi bo'lishi kerak. Siz bu yerda boya ukamiz aytgandek laboratoriyadan o'tqizdingiz, hammasi yaxshi bo'ldi, juda yaxshi. Lekin siz piyonijongacha kirdingiz. Qaysi yo'l bilan endi ko'pangda reklama qildingizmi, boshqa qildingizmi, qiziqib qolishdi. Ular o'zini shartini qo'yadi. Ular shartini qo'ygandan keyin ishlab chiqaruvchi zavod o'sha shartga kelishuvan molni o'z vaqtida ta'minlab berish kerak. Bu bizani kichik segmentda boyagi o'zbek diasporasining ichiga bir oyda bitta mahsulotingiz masalan 5 ta konteyner ketadigan bo'lsa, bitta masalan ichimlik 5 konteyner oyda bozorni to'ldira olsa, unda masalan 20 ta bo'lishi mumkin. Konteyner. 20 konteyner bir oyda kerak bo'lsa, bu degani o'rtacha 50 ta konteynerga siz yo'lga qo'yishingiz kerak, zavod ishlab chiqarish kerak. Chunki yo'l bor-ku 1,5 oy, 2 oy. Yo'lda nechta turibdi, u yoqda ortishyapti. Mana shu sikl aylanishi kerak. To'xtab qolmasdan. Zavod mana bu xomashyomiz yetmay qoldi, yo qayerdadir bir konteyner brak ketib qoldi. Unaqa narsalarni qilsa shartnoma joyida to'xtaydi. Keyin narx masalasi bor keyin. Bular masalan kelinki $2 kelishdi, sizdan 1 yilga $2 kelishadi. Siz o'tdagi o'sha zavodda mahsulotni qaysidir xomashyosi narxi ko'tariladimi, tushadimi, rastamoshkada nimadir o'zgaradimi? Bularga farqi yo'q narsa. O'shanga chidab bera olish kerak. Shu 1 yil davomida shunga chidab bera olish kerak. O'sha qiyinchiliklari bor o'ziga yarasha. Qamar aka, O'zbekistonda bu narsa olib kirmoqchi bo'lsam, masalan, konteynerda bitta o'zini sotib olishim shartmi yoki ma'lum bir joyini ham bir sotib olsam bo'ladimi? Bo'ladi. Agar ichidagi mahsulot soответствующий, masalan, qora murch bilan shirinlik qo'ya olmaysiz. Bir-biriga hidi o'tadi. Masalan, bu yoq olib kelayotgan narsa bo'lsa, faqat shunaqa narsa bo'lishi kerakmi? Suv? Yo'q. Masalan, bu kishi olib keladigan mahsulotni ustiga boshqa mahsulot ortishga ruxsat bermaydi. Yoniga qo'yish kerak. Yoniga qo'yish kerak. O'sha ikkita zavod kelishilgan holda o'zini deklarantini olib kelib, bir joyda ortib plomba qilishadi. Men so'ramoqchi bo'lgan narsa, konteynerda haligi обязательно bitta o'zini sotib olish shart emas, yarimiga qilib kelishib olib kelsa bo'laveradi-ku. Ma'lum bir miqdorda qilib ko'rib, keyinchalik talabga qarab Avia orqali ham yo'llar bor. Eksport uchun hozirda juda katta yordam qilinadi O'zbekiston taraflama. Hozirda kam miqdorda bo'ladigan bo'lsa, asosan shu konteynerda jo'natish kerak joyi yo'q. Avia orqali 2 kunda keladigan, 3 kunda keladigan yo'llari ham bor. Kerak bo'lsa $1, $1.5 kilogramga to'g'ri kelishi mumkin. Boshiga endi probaga ustoz aytishganidek, sal qimmatroq bo'lsa ham bozorda talab bormi, qimmat bo'lsa ham oladimi, ko'rib, keyin sinalgandan keyin konteynerga ortilsa bo'ladi. Qambar aka, Niyozbekning biznesi bo'yicha-da bizda geografik jihatdan O'zbekiston bilan sal noqulayroq joyda joylashib qolgan. Agar yonimizda dengiz bo'lganda qanchalik qulayroq bo'lardi? Nima deb o'ylaysiz? Logistikasi ancha arzonga tushardi. Masalan, 3000 ga keladi, 3000, 4000 deylik bu suvda vonda. Hozir qancha do'konlarda? Do'konlarda 2,5-3,000 vondan 3000 von bo'ladigan bo'lsa, masalan, misol qilib aytaylik, 3000 von bo'ladigan bo'lsa, dengizimiz bo'lganda 1,5 von bo'lishi mumkinmi Koreyada shu narsalar? U dengizga bog'liq deb o'ylamayman. Bozorda narx bir xil qo'yilgan. Masalan, mahsulotlarda masalan turi ko'p bo'lishiga qaramasdan ichimlik suvi hammasi 2,5-3,000 vondan SNG do'konlarda sotiladi. Endi dengiz bo'lsa foyda bo'lardi. Hozir yo'q narsani paydo qilolmaymiz biz. Boshqa taraflama biznesga qarash kerak bo'ladi. Shu narsadan shatta ishlab chiqarish kerak. Dengiz bor, Pokiston ham bor-ku, uni gapirsangiz haqiqatdan. Yo, endi hozir sizni savolingizda nima anaqa bor? Tegini oladigan bo'lsak, sizning savolingizga javob shunaqa-ku, distributorga foydasi katta. Foydasi katta. Masalan, Turkiyadan hozir bitta konteyner $1000 ga keladi. Yo'q, shunaqa. Bizdanchi? O'zbekistondan 5000 atrofi, 4000-5000. Bitta Pusanga kelib tushadi. Pusandan to Inchonga. Masalan, Inchongacha yana 1000.
boyagi toshib keladigan katta fura bor-ku. $1000 olib keladi, 1 million bomini olib keladi, 1,5 million. Konteyner unaqa rasxodlari ham bor-ding. Ha, endi u rasxodlar ko'p. Men demoqchimanki, masalan, qancha 400 kilometrmi o'rtacha? 400 kilometr qatta, Turkiya qatta. Bo'lmasa Inchonga, prям Inchonga keladiganlar yo'qmi? Bor, Xitoydan keladigan Portlandga keladi. Bor yo'llari. Niyozbek bojxonada masalan shu tadbirkorlikni boshlagansiz-ku. Bojxona masalalari, sertifikat, tarjima yoki yaroqli muddati bo'yicha ozgina ma'lumot berib o'tib ketingchi shu narsa haqida. Koreyada qiyinmi bojxona tovar olib kiradigan bo'lsangiz? Bojxona rasmiylashtiruvdan ko'ra aytganimdek laboratoriyasi ozgina qiyinroq. Chunki bizda ko'pincha holatda 100% tarkibi yozilmagan bo'ladi bankaga yoki O'zbekistondan kelayotganda 100% dan ko'ra ortiqcharoq 110% qilib yozib qo'yilgan bo'ladi. Koreyada shu narsa 100% bo'lishi kerak deb qiynashi mumkin. Nimaga bu yozuvlar, nimaga tarkibida bor narsa yo'q yoki nimaga tarkibida yozilgan narsadan ko'ra ko'p. Shunaqa holatlarda qiyinchilik bo'ladi. Bojxona rasmiylashtiruvchi osonroq deb o'ylayman. Chunki o'zini Koreyada bilsanglar, hamma yo'nalishda o'zini xizmat ko'rsatadigan samoshillar bo'ladi. Masalan, o'zini Tongwan samoshil deydi. O'zini shu bojxona rasmiylashtiruvi laboratoriya ishlarini hal qilib beruvchi firmalar bor. Ular odatda oson ishingizni hal qilib berishadi. Qamaraliga yana bitta savolda sizga oxirgi postingizni ham ko'rdim. Oxirgi emas, bir ikkita oldingi Instagramda ko'rib qoldimda. Koreyada yosh tadbirkorlar, masalan 20-30 yoshli yosh tadbirkorlar hozir qanaqa xatoga asosan yo'l qo'yyapti? Shu haqida ozgina gapirib o'tib keta olasizmi? Eng yosh tadbirkorlik eng ko'p yo'l qo'yayotgan xatolar haqida. Birinchidan shoshadilar. Shoshqaloqlik. Shoshqaloqlik. O'sha boya aytganimizdek, faraz qiling, xirurgiya kasbiga kirmoqchida, birdan operatsiyaga kiradi. Undan oldingi etaplar bor-ding. Undan oldingi etaplar bordi. Har doim mendan so'rashganda men aytaman-ku, oldin o'sha boyagi savolingiz, mana qo'limda 10 ming pulim bor, nima qilaman deganingizda, masalan menga aytsangiz, men aytaman-ku, uka 10 ming pulingiz uyda tursin-da. Qaysi yo'nalishga masalan bormoqchisiz? Mana keling, misol Niyozbek yo'nalishida kelmoqchisiz. Men siz o'rningizda bo'lsam, Niyozbekka telefon qilaman. Do'stim, aka-uka, korxonangizda biror ish bormi? Men kelib korxonasida ishlayman shu bolani. Kelayapsa bepul ishlayman. Endi joy u darajada bo'lsam, yarim olmasa agar ishga, yarim puliga ishlayman, lekin o'sha 10 ming pulim uyda tursin. Lekin ish o'rganaman demoqchisiz. Buni xatolarida men 10 ming pulimni asrab qolaman. Bu odam xatolarida men o'zimni asrab shu yerda baribir 6 oy 1 yil o'sha 10 mingimni aborot qilib ko'targunimcha vaqt kerakmidi? 6 oy 1 yildan keyin tepaga chiqib yana pastga tushgandan ko'ra 6 oy 1 yil men shu odamni oldida yurgan bo'laman. Masalan, men oshxona ochmoqchi bo'ladigan bo'lsam, birinchi bitta oshxonaga borib turib, ishlab, prosta ko'rganim yaxshi, shuni ichida yurib ko'rganim yaxshi-ning. To'g'ri. Shunaqa, birinchi o'rinda baribir shogird tushish kerak. Men hozir savoli boshida, podkastda boshida ukam sal aylanib o'tdilar gapdan, balkim akani ochib bermoqchi bo'lmadilar. Meni ochib bermoqchi bo'lmadilar-da. Shuning uchun bir aytmoqchi bo'ldimki, uka qo'rqmang, aytavering deb. Qo'rqmay aytmavering. Endi men sezdim-ku, anaqa qildilar. Nima deydi? Aylanib o'tdilar. Akani yoritmay kerak emas deb, chunki boshida ham aytdim-ku, bularga konkurent korxonalar ham ko'p, men bilan anaqa hamkorlik qiladigan. Shu bolani birinchi qilgan o'zini mana endi ochiqchasiga ayting. Shu yo'lga kirganingizda eng to'g'ri qilgan yo'llaringiz va nimalardan sizni asradi? Bugungi hozir ko'pchilik xato qiladi degan gapingizga, o'sha 20-30 yoshli bolalar xato qiladi degan gapingizga mana hozir javob bittasini aytaversinlar. Boya aytishda ozgina yoshirdilar, to'g'risi. Ayting endi. Birinchi qadamingizni ayting, nima qildingiz? Keyin qayerda xato qildingiz? Nima yo'llar bo'ldi? Yo, ochiq bo'lsin-da, siz. Yo'q, shunaqa. Endi aytganimdek, har bitta ishni turganda, boshida bo'lganda ilm bilan boshlash kerak. Endi har bitta ustoz aytishgandek, shu sohaning ustasiga alohida chiqish kerak. Men ham birinchi bo'lib oziq-ovqat sohasida ustozi Qamarali akamizni ancha yildan beri tadbirkorlik qiladi deb eshitib, alohida chiqqanman. Keyin undan keyin maslahat olganmiz. Bir soatlik necha marta ko'rishganmiz, konsultatsiyalarda bo'lganmiz. Va undan keyin shu tadbirkorlik, shu oziq-ovqat sohasiga qiziqishimiz bo'lib, shuni davom ettirganmiz. Hozir ham qiynalgan yo'nalishimiz bo'lsa yoki bir so'raydigan narsamiz bo'lsa, aloqaga chiqib, so'rab, ko'rishib, ilmini olamiz. Bekarga beshikdan qabrgacha ilm demagan, chunki biz har doim ilmda bo'lishimiz kerak.
O'shanda barakasi bo'ladi deb o'ylayman ishda. Mana shu yo'nalishda xato qilgan joylaringiz bo'ldimi? Bo'ldi. Aytingda shuni. Shuni ayting. Shunisi qiziqdi sizga. Sizga aylanib o'tib ketdi yoki hozir. o'zi ha. Buyog'i aytishgandek, birinchi navbatda o'zi hali ringga tushish kerak bo'ladi, lekin operatsiyaga kirib ketgan bo'ladi. Bizda ham xuddi shunaqa holat bo'ldi. Xuddiki o'zimizni O'zbekistondaqa shunday mahsulotni olib kelamiz, sotamiz degan xayol bo'ldi-da. Xayol bo'ldi, lekin mahsulotni o'zi sotib oldik. O'zbekistonda konteynerga ham yuklab qo'ydik. O'sha yo'lga chiqish kerak, laboratoriya qilish kerak ekan uni bilsak endi. Keyin samolyotdan olib keldik, laboratoriyasini qilishga harakat qildik. Qayerdan bildilaringiz uni? Shuni nima aytdik? Ustoz laboratoriya qilish kerak buni deydi. Endi oldin kirgan mahsulot bo'lgani uchun qolgan turlari ham kiradi deb o'ylagandik. Laboratoriya qilmasdan ham endi kiradi deb o'ylaganmiz-da. Endi bu yoq ustoz bilan gaplashganimizda qolgan turni ham laboratoriya qilish kerak. Bitta tur kirdi, hammasi kiradi degan emas deyishdi. Keyin samolyot orqali olib kelib, boshqa turlarini ham laboratoriyadan o'tkazdik. Siz har safar kirib kelganda laboratoriya qilinadi, har bitta konteyner. Endi u bizani qo'limizda emas. Qanaqa bo'ladi shu laboratoriya jarayoni Koreyada? Laboratoriya jarayoni random. Masalan, ringingdan o'tkazadi, nimadir o'sha smenadagi odamlarga yoqmadi-da, shu narsa davay laboratoriyaga kiritamiz deydi. Lekin ringingdan yaxshi bo'lsa o'tib ketishi mumkin. Qachonda qancha, qanday o'tib ketadi yo laboratoriyaga qoladi. Endi boyagi gapga qaytadigan bo'lsak, boya sizning savolingizga umumiy javob beradigan bo'lish uchun men shu bolani tarixida aytib beraman. Menga 1-2 marta shu oldin Instagramda yozib, keyin shu konsultatsiyaga Inchonga chaqirib keldi, 1 soat gaplashdik. Oldingi bularni endi shijoat boyagi rejalar zo'rda dahshat. Portlatib yuboradi. Shunaqa rejalar bilan kelganda ukamiz. Mana bunaqa mendan ko'ra konsultatsiyaga meni oldimga kelgan, lekin bu ko'proq gapiradi. Rejalarni aytib beryapti-da. Keyin xafa qilib bo'lsa ham rejalarning hammasini uchirib boshqatda men buni qilasan, sekin endi men shaxsan o'zim ko'zim bilan aytyapman. Men o'zim reklamam emas bu. O'zim ko'zim bilan shu bolada juda ko'p xatolardan, juda ko'p xavflardan qaytarishga erishdim. Juda ko'p xavflardan, juda boyagi siz aytgan $10,000 pulingiz bor-ku, siz aytdingizmi? O'shani bu 40-50 mingini yo'qotish kerak edi. O'zi qilganda-da. Mahsulotni ham past narxda kirib, fizik mehnat ko'payishi kerak edi. Marketing tomonlama rejalar boshqacha edi bo'ladi. Chunki bular bozorda o'zini anaqa kalibrda ko'ryapti. Hamma qilgan ishni bular ham shu ishni qilamiz deb bo'lib o'xshab ketadi dedi. Bizani ko'rgan narsa baribir siz masalan kalibringiz mana 360 mabitdan ko'radigan bo'lsa, hozir anaqa 3D, 5D, yana 5D, 7D lar bor-ku. Masalan siz mana bu yoqda ko'rasiz. Lekin sal tepada turgan odam nima qiladi? U orqalar bilan sizni hamma joyda ko'radi. Past balandini deng. Hamma joyini ko'radi. Sizga keyin bu yerdan qaytma, bu yerda qilma, buni qilma deb maslahat beradi. Endi bitta shu bolani misolda aytmoqchiman. Ishni boshlagan paytida rejalari umuman boshqacha edi. Anaqalari ishtiyoqi vobshe to'xtatib bo'lmaydigan darajada edi. Nelja deb to'xta, mana bunaqa emas, mana bunaqa deb urushdigan, boshqa ham qildik. Boshida aytdim, ukam, men bilan shogird bo'lgan mana hali ko'rib turadi u bolalar. Shunaqa shogirdlarim bor-da, ko'z yosh qilgan joyi bo'lganda, shunaqa qattiq joski bo'lgan joyim bo'lganda. Chidab suyagi qotdi shu bolalar. Bu ukamizni ham boshida aytdim. Meni oldimga keldingiz, chidasangiz, yuring, chidamasangiz, saligina qattiqroq. Endi xullas, hozir qaysi ishlarni qilmaslik kerak deydigan bo'lsak, kichkina bizneslarga kirmasinlar. Kichkina biznes deganda qancha tushuntirib o'tib keting shuni. Mana hozir oshxonachilarimiz xafa bo'lib qoladi. Kimdir sotyapti. Nimaga sotyapti? Zo'r yurib turgan bo'lsa sotmaydi. Oshxonasini deng. Hozir ko'payib ketdi shu. Chunki mayli ularni Alloh o'zini yo'lini barakotini bersin. Menga Instagramdan kecha kunduzda ham bir kishi yozyaptiki, aka, hozir buncha pulim bor, bir joyda oshxona qilmoqchiman deb. Noldan. Bilmayman, sotib olmoqchiman birovnikini. Men aytdim, ukam, men sizga qilmang demayman, lekin uni lokatsiyasi qayerda? Sizni ishlab chiqarib, boya siz aytdingiz-ku, masalan, Pajuda yurmaydi u narsa. Mana Inchonda faloncha masalan o'sha Dasturxon, Samarqand o'sha ham yaxshi ukamiz, shogirdimizda ko'p tavsiyalar olib turadi Shohruh ukamiz. Shohruh aka. U bozor boshqa. U masshtab boshqa. Unga qarab siz borib Pajuda ochsangiz bo'lmaydi u narsa. Kichkina do'kon, kichkina magazin yoki kichkina oshxona sizni o'stirishi qiyin.
Masshtabda hozirgi yoshlarda 20-30 yoshlar bolaga bunaqa kichkina bizneslarga shug'ullanmanglar. Hozirgi oshxonani qiladigan akalarimizga ular o'zi yoshini yashagan, ularga balki ma'qul bo'ladi, ularga yetadi. Qayerdadir mashina bilan shug'ullanadi, boshqa qiladi. Bularga shunchaki ikkita puli bo'lib turibdi bu. Ha, lekin siz o'qish bilan kelgan bolalar, sizlar ertaga nimaga vazir bo'lmaysizlar? Nimaga prezident bo'lmaysizlar? Nimaga Samsung kompaniyasini boshqaruvchisi bo'lmaysizlar? Nimaga o'sha qurilish kompaniyasini boshqaruvchisi bo'lmaysizlar? Nimaga boshqa davlatlarda qanaqadir boshqaruvchi masshtabi kattaroq olinglar demoqchiman. Kichik rejada qolib ketmanglar. Kichik rejada qolib ketgandan keyin erta bankrot bo'ladida, uyga borib oliy ma'lumotli taksist bo'ladi. Chet davlatda o'qigan taksist bo'ladi. Men shu ma'noda mana bu oshxona, do'kon bunaqa narsalarga aralashmanglar degan shu ma'noda aytyapman. Qisa qilaversin, prosta kattaroq masshtabda olsin. 20-30 yoshlar bolalar bular nimaga o'ziga chegara qo'yadi? Yo, bunga sabab ham bor deb o'ylayman. Chunki har oy pul chiqarish degan narsa bor-da. O'sha narsalar ham turtki bo'ladi. Shu narsa ham ko'p o'zbeklarni o'sishiga sabab bo'layotgan narsa deb o'ylayman-da. Masalan, ota-onalar aytadi-da, chiqar, xuddi shunaqa. Eng ochish kerak bo'lgan mavzulardan. Bu bolada o'zi reja ham bor, g'oya ham bor. Nima qilmoqchi, lekin bu yoqda ota-ona ham qarindosh urug' nima deydi? Uka, men aytmoqchi bo'lgan narsa, keling, mayli siz aytgandek bo'lsin. Uyga pul chiqarishga, oshxona ochishdan ertasidan pul chiqaradimi? Yo'q. Yechim topmadi-ku muammosiga. Qambaral aka, uyga o'zi pul chiqarmaslik nima deb o'ylaysiz? Gunohmi? Haligi odam o'zini shunaqa bir oy mavzuyimiz ichida bor-da bu narsa. Odam haqiqatda bir ikki oy uyga pul chiqarmay qolsa, o'zini qanaqadir Koreyada-yu, Rossiyada bilmadim qanaqa, Koreyada odam o'zini bir aybdor his qiladi-da, yoki shunaqa do'stlarimiz bor-da, ishga arbayt deydi-yu. Ko'pchilik dushanbadan jumaga ishlaydi-da. Shanba kuni qo'shimcha ishga chiqadi-da. Agar ishga chiqmagan kuni o'zini aybdordek his qiladi. Shanba kuni dam olganligi uchun. Aytmoqchi bo'lgan narsa ham o'zi nima deydi? Aybmi haqiqatda Koreyada bo'lib turib pul chiqarmaslik yoki prosta nima deydi, o'zini topish uchun ham ozgina vaqt kerak emasmi shu narsa haqida? Endi hamma narsaga nima deydi, hozirgi tilda aytadi, time management deb aytadi-ku, vaqtni boshqarish. Ha, o'zi nimaga bu gapni boshladim? Oxirgi gap aytgan gapingizga o'zini boshqarishga, o'zini rivojlantirishga vaqt topish kerak deb. O'zini rivojlantirishga ertalab 7 da tursa, 2 varoq kitob o'qisa, piyoda yurib kelsa ishgacha hammasiga ulguradi. Uyga pul jo'natish masalasida, masalan, men umumiy qilib ayta olmayman u narsani. Qanaqa qilsangiz, masalan, kimdir uyda sharoit og'ir, haqiqatan sharoit og'ir. Kimdir uyda qo'pol bo'lsa ham aytaman, o'zi bo'lmagan anaqa orzu-havaslar bor. Mantiqsiz. To'y hasham deydi, tomda almashtiraylik deydi, boshqa yubor deb uydagilar ham dangasa bo'lib qoladi. Bu yoqdan keladigan pulga qarab qolishadi-da. Imkonsiz gohida inson hayotda yo'q deyishni ham bilish kerak. Yo'q deyishni ham bilish kerak. Iloj bo'lmayapti degan gapni ham bilish kerak. Endi buni har bitta narsani men ko'p shu ruscha kechirasiz gapingiz bo'ldim. Anaqa zolotaya seredina degan narsa bor-da, 6 me'yorda bilish kerak inson. Ha, 6 me'yorda bilish kerak. Jo'natishni ham, jo'natmaslikni ham, uydagilarga, uyda hozir men yuborma desam, taltayib o'tirib oladigan ham bo'lishi mumkin-da. Palonchi yuborma deb aytdi. Yo'q, unaqa emas. Uydagi sharoitdan kelib chiqib, nimaga kerak sizga degan savol-javobni qilib bo'ladi-yu. Endi ota-onani dunyo qarashi ular 70 yil Sovet ittifoqida bo'lgan odamlar. Masalan, men shaxsan o'zim, meni farzandlarim tengi bolalar shu yerda o'qishdi-da. Yo'q, bizdan katta odamlar-da. Ular fikrlashi, dunyo qarashi har xil. Bola bugun o'ziga kitob sotib oladi, bola bugun qanaqadir treningga boradi, bola bugun qanaqadir yopiq Telegram kanalga pul to'laydi. Lekin hammasiga ulgurish uchun borib qanaqadir stanoqlarda ishlab, jonini xavf ostiga qo'yishiga masalan men tarafdor emasman. Lekin uyda juda ham sharoit og'ir bo'ladigan bo'lsa, qaysidir ma'noda ozgina sabr qilinglar, lekin men buni yeb turinglar deb yetkazib berish kerak. Lekin birdaniga davay kapillarni qo'parib tashlab, Iranskisda kafil quramiz, devorda mana bunaqa qilamiz, tomni mana bunaqa qilamiz, qo'shnikidan bir baland qilamiz, Damasda jentra qilamiz, ular keraksiz narsalar. To'g'ri. Avtomobil anaqa uzoqda yaqin qilyaptimi, bo'ldi. Kelajakda xudo xolasa jentra emas, vertolyot olib berasan. Zo'r joyda Samsungda ishlasang, Hyundai'da ishlasang, yo bir qanaqadir kompaniyada partnyor bo'lsang, zo'r bo'lganidan keyin olib beraverasan. Bugun endi pul jo'natishni qisqa qilib oxirini aytadigan bo'lsam, inson oldiga maqsadni, missiyasi bo'lsa,
o'sha missiyaga qarab bugungi kunni распределять qiladi. Ya'ni taqsimlaydi. Men 1 yildan keyin qayerdaman? 1 yildan keyin borishimda shu yo'lni rejasini tuzadi. O'sha yo'lda uyga qancha, bu yo'lda qanaqa xarajatlarim bor. O'shanga qarab intilish. Baribir sel bo'lmasa, maqsad bo'lmasa, masalan, ko'p misol qilib aytaman, kema dengizga chiqqan bilan u oxirgi sohil qayerdaligini bilish kerak. Yo oqim bu tomonga olib borsa, bu yoqqa borsa, shamol bu tomonga olib borsa, bu tomonga borsa, unaqa bo'lmaydi. Oxirgi maqsad bo'lsa, o'sha maqsadga qarab, o'sha oxirgi manzilga qarab inson rejasini tuzadi, harakatini ko'radi va uydagilarga qatta yo'q deyishni biladi. Men sizlar aytgandek, shaxsan o'zim ko'p masalalardagi yoshlardan eshitganman-ku, bugun ishga chiqmaganini ota-onasidan yashirar ekan bolalar. Gapirar ekan ota-onasi. Nimaga ishga chiqmayapti? Shunaqa darajada ham bor ekan. Men shuni bir joyda emas, bir nechta joyda eshitdim-ku, ota-ona bolasiga ha bugun ishga chiqmadingmi deb ozgina bosim bilan gapiradigan joylari bor ekan. Ular u bolaning kelajagini ko'rmayapti. U bolalar keyin ko'p kuzatyapmiz, ko'p bolalar avtomobilda halokatga uchragan yo bir avariya bo'lgan, bir nimaga unaqa bo'ladi. Bizga ba'zida telefon bo'ladi, nima aka shunaqa bo'lib qoldi, bir yordam. Ha nima bo'ldi? Uxlamasdan ishga chiqdim. Endi buni oilalar tushunish kerak. Farzandda betga kelib hech qachon o'ylamaslik kerak. Ota-onalar o'ynagani kelmaydi. Karaga kelib o'ynayman degan odam bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Kerak bo'lsa 3 mahal emas, 1 mahal ovqatlanib bo'lsa ham shu oilamga, ota-onamga, shu uydagilarimga yaxshilik qilaman, yo pul jo'natsam ham, yo to'plasam ham deb harakat qiladi hamma. Ertasini o'ylab. Lekin bizda masalan 1 oy emas, 1 hafta, ba'zida 1 kun, 2 kun pul topmay qo'ysangiz, uydagilar xabar topsa, o'sha nimaga ishlamayapsan degan holatlar kelib chiqadi. O'shanda odam o'zi tushuntirib ham bera olish kerak deb o'ylayman. Chunki ota men shu ishni qilmoqchiman, yo ona men shu oy pulimni to'plab shu ishni qilmoqchiman desa, ota-ona hech qachon yo'q qilma deydigan ota-ona yo'q. O'sha rejasini aytsa, boya aytganimizdek 1 yillik, 6 oylik rejasini aytsa. O'zimiz aytmaganimiz uchun o'zimiz aybdormiz. Biz o'ylaymiz ota-onamiz aybdor. Yo'q, biz o'zimiz aybdormiz. Hamma o'rgatib qo'yganligimiz uchun o'zimiz aybdormiz. O'zingizni anaqalar rejalaringizni aytish kerak. To'g'ri rejalarni ota-ona bilan gaplashishni bilish kerak. Bemalol ochiq-oydin gapirib, mana shunaqa qilmoqchiman desa, o'shanga qarab ota-ona ham to'g'ri tushunishni boshlaydi. Chunki bu yerda ham o'ziga yarasha yoshlarni yonidagi do'stlariga teng bo'lish uchun o'ziga yarasha xarajatlari bor. Albatta. Texnologiyalar hozir masalan har xil bor-da. Smart soat deydi, telefon deydi, boshqa notebook deydi, kiyinishi bor, boshqasi bor. Bu yerda ham o'ziga yarasha xarajati bor. Bolalar. Shuning uchun har bir odamni avvali o'zidan insonni taqdirini o'zi yozadi. Taqdirini o'zi yozadi va o'sha hozir ukamiz aytganlaridek o'zini rejalarini ota-ona bilan bo'lishsa, ota-onalar hozirgi masalan bizga o'xshagan ota-onada, bizani ota-onamiz mana onam umrlari uzoq bo'lsin, 74-75 ga kirdilar. U insonlarga hozirgi gaplaringizni tushuntirishingiz qiyinroq. Ha, ular zavod, fabrikada ishlagan odamlar. Qanaqa bo'ladi deb ozgina ularning masshtabiga to'g'ri kelmaydi. Bizga o'xshagan odamlarga gapirsa, ha bolam mayli, o'zingning kuning ko'r, meni o'ylama deydi. Rivojlarni anaqa endi kattalar ham aytadi, bizning ota-onamiz ham aytadi. Lekin bugungi tilda ertaga meni rejam mana bunaqa desa, boshqa nimalar deb yotibdi bu deydi. Shuning uchun ayta bilish kerak va o'sha reja asnosida borish kerak odam. Ko'pchilik tushunishmasa nima qilaman yoki tushunishmasa baribir majburman-da deydi. To'g'ri, agar ustoz aytishgan edi, ota-onalar masalan bizdan yoshlari ancha katta bo'lgani uchun tushunchalari ham eski tushunchada bo'lishi mumkin. O'shanda ham ota-onani xafa qilib bo'lmaydi. Agar rostdan pul jo'natish kerak, oyma-oy shunaqa pulingni jo'nat deydigan bo'lsa, kerak bo'lsa 2 barobar harakat qilib, ota-onani ham xafa qilmaslikka harakat qilish kerak. Ko'p emas, ozgina ota-onani ham ehtiyojini qondirish kerak, oilani ham ehtiyojini qondirish kerak. Bu yoqda o'zini kelajagiga zamin ham yaratib qo'yish kerak. Chunki biznes ko'p, qiladigan ish ko'p, umr bitta. O'sha berilgan umrni ichida shu dunyoda nimadir foyda keltirib qo'yish kerak. Og'riqli savol bor-da. Bering. Mana Koreyaga kelib olgan juda ko'p studentlar ishsizda. Shularni nimadir qilishning imkoni yo'qmi? Endi siz ko'pchiliklar nimani ko'rgansiz? Hozirgi kunda ish kamayib ketgan. Kontragini ham даже to'lanmaydiganlar bor. Ish kamayib ketgandan ko'ra ham biznikilar faqatgina arbeit qiladi. Men masalan oldin ishchi vizada ishga kelgan paytim ham 1 yil zavodda ishlagan bo'lsam, undan keyin
Koreyada eng katta konsert firmada ishlaganman-da. Konsert firmada ishlaganmiz. Oyiga 500 ta odam ishlatardik. O'zbek bolalar o'zini. O'sha paytda ham. Hozir o'sha bolalar, masalan, o'sha ishda o'rganib olgan bolalar hech qachon vaqti bo'shamaydi-da hozir ham. Bizgilar studentlar kelyapti, faqat kunlik arbaytga emas. Masalan, sohasini ustasi bo'lsa bo'ladigan joylarga chiqib ishlamayapti hech kim. Masalan, arbaytda ham. Masalan, ko'p kelganlar baribir arbayt qilish kerak-ku. Biranta shunaqa odamlar bilan bir kun ikki kunga olib chiq, o'rganaman deb turib chiqish kerak deb o'ylayman. Chunki ish juda ko'p-da, masalan, Mongoliyadan kelgan, Vyetnamdan kelgan yoki boshqa davlatliklar o'shandaqa bozori katta, ishi ko'p nimalarni o'rnashib olganda. Ko'chada o'sha arbayt yo'q, lekin davlat tomonidan tashkillanadigan masalan konsertlar bo'lishi mumkin. Yoki boshqalarda hali ham bozor juda bo'sh. Endi bu bozor kun sayin kamayadi. Kun sayin qisqarish boshlaydi. Kunlik arbayt. Arbayt umuman qora mehnatga talab kamayadi. Bundan buyog'iga. Masalan, o'shani ham professional. Masalan, tadbirkor sifatida qaraydigan bo'lsak, bugun mana global bozorda AI nima bilan shug'ullanyapti? AI assistentlar kirib kelyapti. Hamma sohaga keling. Hamma sohada 90% inson harakatini kamaytiryapti. Bu nimaga olib keladi? Qora mehnat bilan agar kun ko'rishda bundan keyin ham reja qiladigan odam bora qiynalaveradi. Borgan sari qiynalaveradi. Endi boyagi siz savolingiz bolalarga ish kamayapti deganda hozir yaxshi gap aytdilar. Masalan, arbaytda ham boshqa joyda ham o'zini kasbiga bog'liqdi. Men bir har doim bozorda anaqa bir jonzot bozoridek anaqa qilaman-da. Tabiat. Misol qilib keltiraman. Tovuq bozor bor, qo'y bozor bor, mol bozor bor. Narxlari har xil. Sen qayerdasan o'zing? Qo'pol qilib aytganda men endi hayvon bilan tenglashtirmayman. Lekin tovuq bozorda tursang, narxing pastroq. Bu bozorda qimmatroq. Yana boshqa bozorda polkada ham mana bularga ham o'rgataman, mahsuloting hech qachon yerdagi joyda turmasin. Ko'z o'rvindagi joyga harakat qilgin. O'sha do'konda pulini berdi, do'konni mana shu joydan joy egallagin. Qadri baland bo'lsin. Demak, kasb bo'yicha bo'lsa ham o'zingga ham chiqqaningda nima hunaring bor? Tilni bilganing faqat yutuq bermaydi. Masalan, menga qora mehnatchi kerak bo'lsa, ko'p gapirsa menga kerak emas. O'zbekcha gapiradi, boshqa gapiradi, menga ish rezultat beradigan odam kerak. Shuning uchun inson qiyin, to'g'ri, lekin o'z ustida ishlasin. O'zini narxini bozorda ko'tarsin. Ana unda ish bor hozircha. Hozircha ish bor. O'zini narxini ko'tarish kerak odam. Qamar aka aytdi-ku, hozir ish kamayib ketdi deb. Ish kamayib ketdimi yoki Koreya kichkina davlat yoki kelayotgan bolalar ko'payib ketdi? Yo, ish kamaydi. Ish kamaydi, haqiqatdan. Chunki hali bu hech narsa emas. Koreyaga kelgan bolalar mayli, biz kontrakt kelganimizda bir samolyot kelardik. Kontrakt juda ko'p kelardi. Undan tashqari boshqa davlatlardan kelardi. Ko'p edi. U payti zavod fabrik kam edi. Hozir zavod fabrik ko'paydi. To'g'ri, bitta boshqa prognoz ham bor. Bu yerda Xitoyda anaqa katta bozorda Koreyani ancha qisib qo'ygan joyi bor. Masalan, mana shu Inchonni o'zida qaraydigan bo'lsangiz, anaqa taxta masalasida o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Bizga joy kerak bo'lganda bir nechta skladlarga, katta korxonalarga boryapmiz. Bizga yer kerak edi. Taxta bozor skladlar, sexlar yopilyapti. Nimaga desa, bizani bu yoqda o'sha taxtamizni tayyorlaydigan taxtamizni puliga Xitoydan tayyor mebel kelyapti deydi, shu pulga. Mana shu tomonlama ozgina qisib kelyapti. Xitoy. Shu tomonlama qisib kelyapti. Endi biz boya gapni nimaga qaysi tomonga olib boryapman-ku, havo yomg'ir bo'lsa, endi yomg'ir ekan deb chetda o'tiravermaysiz-ku. Boyagi zontikni olib chiqasiz. Majbur bu qor yog'sa, issiq kiyinasiz, chiqasiz. Bugun hozir yoshlar ko'rib turgan yoshlarga shuni aytmoqchiman-ku, agar tashqaridagi havo o'zgarsa, uyda o'tiraversang, ochingdan o'lasan. Vaziyatga qarab chiqib ketaverish kerak. Mana shu ma'noda. Hozir gapim balkim qo'pol tuyular. O'zingni o'zgartir deyapmiz, boshqa deyapmiz, lekin boshqa ilojing yo'q. Yig'lab o'tirganing bilan hech narsa bo'lmaydi. Qamar aka, hozir sizlar davringlarda men eshitishim bo'yicha jamiyatshunoslik degan maktablarda dars bo'lar ekanda, bu rostmi yolg'onmi shu narsani eshitganman-da. Hozir bizni maktab dasturimizga shu dars qaytishi kerak deb o'ylayman-da. Masalan, jamiyatshunoslik deganda hozir Koreyada 5 yoshli bolani
Seulni o'rtasiga qo'yib yuboradigan bo'lsangiz ham juda aqllida, smart bola. Qayerga murojaat qilishni biladi, ota-onasi nomeriga, qanaqa joyga o'zi haqida qanaqa ma'lumot berishni biladi-da. Lekin ko'p hamma ham emas, Koreyadan kelayotgan o'zbekistonliklar ko'p bir ko'ramanda bir ma'naviy yetimga o'xshab yuradi-da. Shu narsa borda, shu narsa demoqchiman-da, ko'p haligi hamma ham haligi chuqurroq, kengroq fikrlaydigan odam emas-da. Shu maktab darslarimizga shu narsa qo'shilishi kerak emasmikan deb o'ylayman. Chunki sizni yoshingizdagi odamlar boshqacha nima qiladi, fikrlaydi. Shu narsaga nima deb qanaqa qaraysiz? Endi bitta maktabi o'zidagi darslik bilan u narsa hal qilish qiyin. Avvalo shu aytayapman-ku, bu muhit. Oilada, ota-onada, muhitda o'sha bola qayerda tarbiya olyapti, qaysi maktabda o'qiyapti, keyin ko'chada qaysi qo'shnilar bolalar bilan o'ynayapti. Bu hammasidan bog'liq. Uydagi suhbatlashganingizda, masalan, men shaxsan o'zim ota sifatida nimani bilaman? Men bolalarim bilan o'tirib, mana siz bilan gaplashgandek, katta odam bilan gaplashganda savol-javobni bolaligidan shunaqa qilganman. Tarbiya berish. Keyin ish buyurmaymanda, yo masalan qanaqadir bir narsani sotib olmoqchi bo'lsa, yo bir narsa olib ber desa, tanlovni o'ziga qo'yib beraman. Ikkita yo'l qo'yaman, miyasi ishlasin, o'zi tanlasin. Mana bu xohlasang, mana ikkita narsani oldiga qo'yaman. Mana mahsulot sotib olmoqchisan-a? Mana bugun mana buni olasan, lekin ertaga mana bunga erisha olmaysan kattasiga. Xohlasang buni ol. Tanlovda har doim o'zlariga beraman. Ya'ni ma'naviy qanaqa darajada bo'lishligi uydagi olingan tarbiyaga bog'liq. Maktab yordam bera olmaydi. Baribir o'sha uydagi muhit, ota-ona bilan gaplashganda, ya'ni unaqa mishlaynisida bolani xuddi velosipeddek, uyda velosiped bir joyda turaversa zanglab ketadi-da. Lekin fikrlashiga majbur qilaversangiz, velosiped aylanaversa, ochilib ketadi. Shunaqa. Podkastimiz ham o'sha oxiriga yetib boryapti-da, oxirgi mavzu haqida gaplashsak, Qamar aka, hozir qaytmaslik, yengilishni tan olishmi degan mavzuda bu. Koreyadan qaytmaslik. O'zbekistondan bu mavzuni tushuntirib beradigan bo'lsam, O'zbekistondan juda kutuv ko'pda Koreyaga ketgan odamga. Koreyada yurgan odam bo'lsa, prosta qaytmay qo'yadi-da. Qaytmaslik, yengilishni tan olishmi? Nima deb o'ylaysiz shu narsaga? Endi avvalo odam o'ziga chetdan turib savol berish kerak. Qayerda ko'proq foydalisi? To'g'ri narsa bu narsa. To'g'ri. Ya'ni zo'r gapni aytdingiz lekin. Qayerda foydalisi? Uyda yurib ham mantiqsiz odam bo'lishi mumkin. Yo bu yerda turib ham mantiqsiz odam. Ota-onaning oldida yurib hamning. Endi ko'p ham sog'intirish noto'g'ri narsa. Lekin boya aytganimizdek, ota-ona bilan gaplashib, o'zining kelajak rejalarini aytadigan bo'lsa, o'sha sog'inchni ham ota-ona yengadi. Mayli bolam, qayerda bo'lsang, tinch bo'lsang bo'ldi deydi. Lekin shunchalik bu yoqda umr o'tkazib, qayerdadir masalan, do'kon, magazinlarda, oshxonalarda yordamchi sifatida ishlab yuraversa-yu, topgan pulni ham moliyani ham boshqarishda, boya o'sha biznes haqida ko'p gapirdik-ku, lekin uni asosiy tegi o'zagi moliyani boshqara olmasangiz, masalan, meni hayotimdagi mana 25 yilga yaqin har xil tadbirkorlikni qilib ko'rganman. Anaqam zo'r oldindan ko'rishdi. Uni men maqtanib ayta olaman. Vision bor, lekin bitta kamchiligim men kech tushunganman. Zo'r bo'sh bozorga mahsulotni olib kiraman, ochaman, korxonani reklamasini, boshqasini mahsulot sifatini zo'r qilaman-da. Keyin ayni topga chiqqan payti men bankrotga uchrayman. Savolimga javob yillab topa olmaganman. Juda ko'p korxona ochganman. Lekin hammasi topga chiqqan payt yopilgan. Nima deganda uni yaqinlarda endi men ko'proq mana 3 yil, 4 yil, 5 yil ichida shu aynan shu ilmni yopiq Telegram kanallar bormi, borib darsliklarga borish bormi, keyin 4 tomonlama kitoblar ichida izlab, keyin tushundimki, men moliyani to'g'ri boshqara olmaganman. Pulni o'zim lekin boshligidan bitta yoshligimdan bitta shiorda o'zim o'ylab topganman. Men bu yerda kontrakt ishlab yurgan yo nelegallar ko'p bo'lardi-da. Pulni uyga jo'natardi, biz olib borib berardik. Pasilkasini, pulini olib borib berardik-da. Keyin ular davrasida baribir oshposhga chaqirishardi, pasilkasini olib borishga uylarga kelsak, bir uy nelegallar o'tirardi. Ularning uyiga kelib, hammasini pulni yig'ib olib, pasilkalarni yig'guncha gaplashib, ko'p savol javob qilardi. Mana siz biznesmen nima qilsa bo'lar, uyni buydi. Men dedim-ki, akalar, u payt biz yosh, ular akalarda. Biz 25 ga 30 yoshda bo'lsak, ular 40 yillikka kirgan odamlar bo'lardi. Men aytardimki, o'zimni shunaqa o'ylab topgan shiorim bor edi. Pulni topgan boy bo'lmaydi, pulni uddalagan boy bo'ladi. Sarishta qilgan. Bizning tilda endi sarishta qilgan boy bo'ladi degan shiorni o'zimga qo'yib, lekin shu savolni o'zimga bermaganman.
biznesda ham hamma joyda pul topardimu, tegi asosiysi moliyani boshqara olish. Endi bu gapni hozir qayerga olib boryapman? Bu yerda yurganing bilan faqat pul topish bo'ladigan bo'lsa, lekin pulni to'rt tomonga sochadigan bo'lsang, uyingga qayt. Tinchgina deng. Ha, tinchgina uyingga qayt. Shunchaki umringni o'tkazmagin. Ota-onani sog'intirib, ularni ham anaqa javratmagin. Agar O'zbekistonda yurib bir tiyinlik foydang bo'lmaydigan bo'lsa, bu yerda qanaqadir foydang bo'ladigan bo'lsa, Shu yerda yur. shu yerda yur. Endi nafaqat moddiy tomonda. Boya aytdimki, inson missionerda. O'sha o'z missiyasini, o'zini qo'lidagi kissasidagi instrumentlar bilan keladi. Alloh tomonidan yuborildi inson bu yoqqa. Kimdir qo'shiqchilikka, kimdir rassomlikka, kimdir boshqa narsa, kimdir bizga o'xshagan gapiradi faqat, kimdir boshqa. O'shani topa olish bilan birgalikda missiyang nima bo'lishi kerak? Mana bu bir gulzor bog' bo'ladigan bo'lsa, sen uni boshqalab rasvo qilish emas, umring davomida yana bir 4 ta gul ekish. Shu bog' Ko'kartirish, rivojlantirish. O'sha umumiy qilib aytyapman. Foydang jamiyatga, yer planetasiga Koreyada ko'proq tegyaptimi? Shu yerda yur. O'zbekistonda ko'proq tegyaptimi? Yoqqa bor. Masalan, bu yerda nimadir o'rganding, borib maktab och. Maktab och. Lekin shunchaki o'zingning nafsing uchun faqat bu yoqda yuradigan bo'lsang, uyingga bor. Qambar aka, sizni maslahatingizni olish uchun qanaqa deb o'ylaysiz? Sizni maslahat berish qimmatmi yoki shu haqida ozgina tushuntirib o'tsangiz, qimmatmi maslahat biznes konsultanti sizdan olish? Yo'q. Endi agar 9-sinf bo'ladigan bo'lsangiz, mana bu bola qimmatga tushgan. Soatligiga. Chunki oldiniga bunaqa bo'lganda kim Instagramda yotsa yo'q demas edim. Mayli derdim. Alloh berdi senga, sen onang qorindan ilmli bo'lib tushmading-ku. Mayli ko'plab xatolar bilan, tajribalar bilan erishding. Bolalarga berdirdimda. Instagramdan yozadi, biznes qilmoqchiman deydi, keladi, insonda qayerdadir uchrashamiz, 1 soat, 2 soat qaraysiz, umuman xom xayolda kelgan odam 2 soat energiyangizni olganda. Kuchingizni olgan. Chunki shunchaki men unga bir anaqa plastinkada gapirganman, ko'zi aytib turibdi, hozir 10 minutdan hammasini esdan chiqaradi. Lekin tekin berilgan narsa qadrsiz ham bo'ladi. Shunaqa bo'ldi-da, shunaqa bo'ldi. Keyin bir kun o'g'lim ham yonimda edi. Bitta shunaqa uchrashuvdan keyin dada dedi, charchadingiz dedi. Shuncha gapirdingiz, ko'rinib turibdi, u hech narsani olmadi dedi. Shunchaki maza qilib shu odam bilan gaplashdi dedi. Ozgina shuni filtrlash kerak dedi. U endi men bilan yur bolam deyman, har kun boradi men bilan. Keyin dada dedi, siz nima qilyapsiz deb yosh bola menga zaminchani berdi-da. Keyin haqiqatan ham filtrlaydigan bo'ldik. Mana hozir ham yo'lda kelganimda, masalan, Instagramda kimdir yozadi, 10 minut, 15 minutda unga imkon qadar qanaqadir hayotini o'zgartiradigan darajada balkim bo'lishi mumkin. Anaqa ruhan tushgan payti bo'ladi. O'shanga nimadir to'g'ri, men sizga ishonaman, siz xudo xolasa zo'r odamsiz, zo'r bo'lib ketadi, qaddingizni ko'taring deb gapirib yuborishingiz o'zi shunday tekinga u. Lekin mana qanaqadir biznesni boshlayapti, nimadir qilyapti. Men o'sha tajribalarim, o'zim xatolarimdan bularga nimadir deyadigan bo'lsam, soatlik qilinadi. Korxonasiga borib nimadir filtr qilib, uni boyaga tizimlashtirish kerak bo'lsa, u 3 oylik, 6 oylik shartnoma tuziladi. Shunaqa qilinadi. Keyin hozir aynan shu savolingizga qo'shimcha qilib aytib o'tmoqchiman. Yaxshi o'rinliga aytdingiz. Juda ko'p Instagramdan yozishadi, ustoz shogirdlikka oling deb. Men u kun ham Instagramda chiqib aytdim-ku, meni shu ustoz maqomiga chiqarganlaringiz uchun avvalo rahmat. Shunaqa unvon berganlar uchun rahmat, lekin albatta hammani bir joyda jamlash iloji yo'q. Shuning uchun yopiq Telegram kanal ochamiz-da. Unga shu qadrli bo'lishi uchun, toza anaqa qo'pol qilib aytgan kaftarxona bo'lib, podaxona bo'lmasligi uchun, keyin har kim kiraversa ochiq bo'lgandan keyin bo'lmag'ur kommentariyalar bilan yozib, boshqalarni ham chalg'itadi. Tartibsiz bo'lib ketadi. Tartibsiz bo'ladi. Shuning uchun ozgina qadrli, qiymatli bo'lishi uchun o'zimiz ustozlardan olgan anaqa yo'l fokusda, masalan, men o'zim bir nechta Rossiyani anaqalarda Telegram kanallariga pul to'lab dars olaman. O'zbekistonda mana Alisher aka Isayevda bor. Men ko'p joyda aytaman u narsani. 2024-yil ochilgan. O'shandan buyoq men o'sha full kontaktda a'zoman. U kishiga ham aytadilar, oyiga so'mda bor yo'q 500 ming, bir kuniga 17 ming tushadi, bitta kofe ham bermaydi hozir O'zbekistonda. Lekin shunaqa zo'r ilmlarni beradilar. O'zlari masalan Amerikada, boshqa joylarda yiliga 2-3 marta borib dars oladilar. O'sha darsda necha ming dollarlar berib dars oladilar. Shuna chiqqan zaxotlar, o'sha partada anaqada zalda o'tirgan joyda shuna primoyda yoqib bizga o'sha ilmlarni beryaptilar. Arzimagan pulga. Men ham ko'p kuzataman. Arzimagan pulga, mana o'sha azob bo'lsangiz, arzimagan pulga olasiz. Lekin zo'r maslahatlar beradi. Dahshat. U kishi ham qatladir borib kimlar bilan gaplashganlarni joyida beradilar. Men ham aynan shu narsani olib
dedim shu yoqdagi bolalarga bitta yopiq kanal ochamanda, o'sha kanal orqali beraman. O'sha boya aytganimizdek 1 stakan emas, yarim stakan kofeni kuniga 500 tanga kariz puli bilan oyiga 15 ming won qildikda 30 kunga bo'lsangiz 500 teng bo'ladi. O'zbekiston pulida ham $10 bo'lyapti oyiga. Bu o'sha oldimizda shogirdlar u bilan shug'ullanadi, uchradi, yoqadi, yozadi. Men ham har kun unga energiya ishlataman. Boya aytganimizga ozgina u yerda qadriyatli insonlarni bir joyga yig'ish. Mana shu masala endi javobingiz kimdir ilm olmoqchi, shogird bo'lmoqchi bo'lsa, shu $10 bir oyga $10 ko'p narsalarni ola oladi. Qambaral aka, значит, siz gruppangizga qo'shilmoqchi odam bo'lsa, Qambaral Rizo deb Instagramda topib, Instagram orqali o'tsa bo'ladi Telegram. Instagram orqali yoki o'sha o'zimni Telegramlaringizni. Ha, Telegramni qo'ysa, keyin men silka beraman. Silka beramanda o'sha silka orqali kirib o'sha yopiq kanalga oldiniga anaqa ochuvdik. Bitta nom bilan ochdik, keyin ukalamiz chiqdi-da, aka Next Level klub deb ochdim. Ukalamiz 3-4 kundan keyin biz 3-4 yildan beri Aylan Koreyada shunaqa klubimiz bor deb yaxshi ukam yozdi. Shunga aka biz o'zgartira olmaymiz, endi ustozsiz, lekin iltimos aka iloji bo'lsa, men aytdim gap bo'lishi mumkin emas. O'zgartirdim. Lekin boya aytganimizdek ochiq qo'ydim, 3 kun bepul kirib muhitni o'rganinglar. Ma'qul bo'lsa qolasizlar, bo'lmasam chiqib ketasizlar deb. 40-50 kishi kirdi u kanalga, yaqinda ochdik-ku. 40-50 kishi kirdi-yu, 5 kun, 6 kun o'tyapti, anaqa aprosniklar qo'yapman, boshqa aktiv emas odamlar. Masalan, aprosnik so'rovnoma qo'yapsiz. So'rovnomada 40 ta 50 ta odam bo'lsa, 20 tasi ko'ryapti, 4 tasi bosyapti. Demak, auditoriya ular uncha qiziqmayapti. Shunchalik kirib qo'yishgan. U ham ochiqqana, uni keyin ochib yordimda, u kanalda bolalar ochib qo'ydida, ustozda boshqa ochamiz yana. Unga keyin o'sha silka orqali kirishadi. Kimga agar umumiy qilib hozir yana shu joyda aytib o'tay, masalan shunaqa ma'lumotlar borku, u avtorskiy pravasi bor, uni masalan yoritish hamma joyda mumkin emas. Hamma joyda gapira olmaysiz. Kerak bo'lsa shu ustozlar o'zi ham aytadi, "Men axir nima qilyapsan?" deydi. Yoki endi biz aytmoqchi emasman, u kanaldagilarni olib kopirovat qilib yoqqa beraman deb. Uni sodda tilda shu jamiyatga to'g'ri keladigan qilib, o'zingizni og'zingizdan to'g'ri qilib ozgina yoritib berasiz. Yo bo'lmasam o'zimizning hayotiy tajribamizdan, mana qaysidir korxonada konsalting o'tyapsiz, u yerda ham kelishuv bor, konfidensialность borda. Masalan, ularning xatolarini men olib chiqib yoritib bera olmayman. To'g'ridan to'g'ri. Bu oshkor bo'lib ketadi. Yopiq kanalda uni akkuratni qilib, chiroyli qilib, tartibga solib, uni yoritib beraman. Mana kompaniyada bu xatolar uchradi bugun. O'sha xatolarga mana bunaqa yechim berdik desak, siz o'zingizning korxonangizda o'sha xatoni ko'rasiz. Yo qaysidir mana bugungi suhbatda bu kishi bilan suhbatlashdik, 1 soatlik konsultatsiyani oldilar. Shu konsultatsiyada mamnuq mavzular bo'ldi. Alisher akada ham xuddi shunaqa. Hattodir masalan, men ham 1 soatlik konsultatsiyalarga bormoqchi bo'ldim. Vaqt soati to'g'ri kelmadi, lekin o'shini ilmlariga yarasha narxi. Men shu narsaga rozi bo'lib Toshkentga borib o'tirib 1 soatlik maslahat bor edi. Shu maslahatni olmoqchi edim. Bitta tushlik normal summa turadi. O'sha yerda gaplashganlarni olib shuni Telegramga qo'yadilar. Bizda ham aynan shunaqa narsalar bo'ladi. Mana hozir bu yoqda ham kadr orqadagi gaplar. Biz efirga aytib bo'lmaydigan, masalan, kadr orqadagi gaplar. O'shanaqa narsalarni ham o'sha Telegramda bemalol yoritib boramiz, xudo xolasa. Albatta Telegramda linklarni qoldirib ketamiz pastda. Bu ham reklama bo'ldi-yu o'zingiz. Yo'q, mayli, bemalol. Qambaral aka, bizda an'anaga oid, bizda ko'rsatuvimizni qo'llab-quvvatlovchi CoinShot xalqaro pul o'tkazmalari bor. Agar O'zbekistonga pul chiqarmoqchi bo'lsanglar, bemalol ishonchli CoinShotdan bizni loyihamizni qo'llab-quvvatlagan kompaniyadan chiqarishingiz mumkin. Shu an'anaga oid sovg'alar tarqatib olsam 1 minutda o'tirib turasizlar. Tojik tilida. Sizga aka arzimasa ham. Rahmat. Rahmat aka. Menga ham Sizga. Ha. Niyozbek bilan ikkamiz anaqa nima tojikcha tilda gapiradigan odamlar, shunga tojiklarda bir maqol bor. Xo'rdagi burdagi ichchi balo va yegan olib ketgani nima bo'laydi? Kofe ichdik, suv ichdik, ziyofat qilishdi, yana endi olib ketganimizda nima bo'laydi? Qambaral aka juda ham yaxshi, foydali, ko'radigan odamlarga foydali podkast bo'ldi deb o'ylayman. Agar podkast davomida qo'shimchalar bo'lsa, bir gaplashish kerak bo'lgan mavzular bor edi-yu, bir qolib ketgan mavzular bo'lsa, bir bemalol biron bir mavzu gaplashishimiz mumkin. Yakun sifatida yoki Niyozbek. O'zi eng ko'p men gapirib yubordim. Niyozbek gapirsa, chunki men soatlab gapirishim mumkin. Gaplashgisi kelgan qanaqadir mavzu bor, gaplashilmay qolib ketdi. Shu haqida bemalol. Sovg'alar tushirib qo'ysalar ham bo'laveradi. Ha, shunaqa qilaylik. Bemalol.
shu podkastga kelganda shu mavzuda gapiraman degan qanaqadir mavzu bo'lsa, aynan shu mavzuni gapiraman degan xayol yo'q edi-ku, lekin shu o'zimizni yoshlar odatda nima qilsa bo'ladi, bir tadbirkorlik boshlab nimadan boshlasam bo'ladi yoki 10 ming pulim bor nima qilsam bo'ladi deganlarga savolga javob bo'ladi deb o'ylayman. Men o'zim tadbirkorlik bilan shug'ullanib yurardim. Koreyaga kelganimda ham boshqa masalan texnika chiqarardik, boshqa qilardik, lekin mazmunini topolmasdim-da, hayotda mazmunini topolmasdim. Lekin missiya katta, lekin qilib turgan ishlarim kichkina. Bir kun keyin Saidmurod Davlatov ustozi darslarida bo'ldi, aytishyapti, 10 ta harakat bitta natija keltirishi mumkin yoki bitta harakat ham bitta natija keltirishi mumkin. Ba'zida bitta harakat yuzlab, millionlab natija keltirishi mumkin ekanda. Ko'pchilikda hozir xatosi deyildi o'shanda, bitta do'kon ochaman, 2 yildan keyin u do'konni 2 ta qilaman. Bir 3 yil 4 yil o'tgandan keyin uni 3 ta qilaman. Qarasaki 10 yil o'tib ketgan 4 ta do'koni bor. Lekin o'sha 10 yil umri o'tib ketdi. Endi kichkina biznesga ham, katta biznesga ham bir xil energiya ketadi, kerak bo'lsa bir xil umr ketadi deyilyapti bu yoqda. O'shaning uchun masalan kolani oladigan bo'lsa, kola bitta ishlab chiqargan, lekin millionlab natija olyapti. Kola masalan Veskariya bo'yicha hozir masalan bir 100 mingta yo millionta do'konda bo'ladigan bo'lsa, kola meni millionta do'konim bor deyiladi. Lekin bu odamchi 3 ta do'koni bor. O'shanga kerak bo'lsa ustoz aytgandek, kattaroq missiyani olib, kattaroq bozorda olib, kattaroq maqsadni olib harakat qilish kerak. Umrimiz juda qisqa. Biz o'ylaymiz ko'p deb o'ylaymiz. Kerak bo'lsa 24 soat ham yetmaydi. Bu maqsad katta bo'lsa 24 soat ham yetmaydi bir kunda sizga. Oldinga intilib harakat qilish kerak. To'g'ri. Maslahat bo'ldi-da. Biznesmenlarga yaxshi maslahat. Yakun sifatida Qambar aka qanaqadir gaplaringiz bo'lsa bemalol. Endi maslahat sifatida hozir ana u kun ham bitta videoda aytdim. Hozir ko'pchilik yoshlarimiz bizani ko'ryapti. Ancha qiyin holatda. Har bir inson qiyin holatda. Agar qiynaladigan bo'lsangiz, demak to'g'ri yo'ldasiz. Meni o'zimni misolimda o'sha 2005-yildan 2008-yilgacha ishlagan korxonam meni qarashimda o'sha payt eng qiyin, eng bir rasvo korxona edi. 12 soat ishlanadi, yagan-chugan, obed yarim soat. Hozir hamma joyda 1 soat. Yarim soat, keyin shanba kuni 24 soat ishlanadi. Shanba kuni yaganga kirasiz, ertalab yakshanba eshikdan chiqib qutuldim, shunda chiqqaningizdan u yoqdan bitta brigadirimiz bir basharasi ham rasvo edi. Qo'li bilan qaytarib ichkariga kirdirdi. Nimaligini biz bilmaymiz, tilni bilmaymiz u payti. Biz majburiy deb o'ylaganmiz shu narsani. Yana qaytib kirib ishlaganmiz. Oyligini bir tekshira olmasdik, tushunmasdik. Endi u payti unaqa ma'lumot, internet, balobatlar yo'qda. Hatto uyingga telefon qilishing uchun mahallaga tushib, ko'chani apparati bor. O'shanga kartani terib gapirarding. U ham bu yerdan alo desang, yoqdagi alo ancha piyoda borardi. Shunaqa payt bo'lganki, lekin o'sha zavoddagi insonlar shunaqa qiynagan bizani, kamsitganligi bo'lgan, rosa qiynalganmiz. O'sha korxonada 4 yil o'ziga yarasha mashaqqat bo'lgan. Ham fiziki, ham asosiy moralni qiyinchilik bo'lgan. Rosa qiynalganman. Men o'ylaganman, Koreyada bunaqa korxona boshqa bo'lmasa kerak deb. Odamlar ham iflosda, qo'pol qilib kechirasizlar-ku. Endichi men oxirgi mana bir necha yildan beri masalan rahbarlik qilib keldim, qancha korxonada ishlar, katta kichik korxonada. O'sha korxonadagi olgan tajribalarim hozir shunaqa qo'l keldi. Kimnidir qiynashda emas, o'sha insonni qadri, o'sha inson hozir qanaqa his qilyapti, men gapiradigan paytim, inson psixologiyasiga ichkarida kirib borish. O'sha korxonaga hozir 1000 rahmat deyman. O'sha qiynalgan paytimda 1000 rahmat deyman. Shuning uchun aytmoqchimanki, hozirgi yoshlar qanaqa qiynaladigan bo'lsangiz, demak sizlar to'g'ri yo'ldasizlar. Ana u kun kirolikda ham aytdimki, agar bugun ma'naviy qiyinchilik deganda bu nima? Sog'inch. To'g'rimi? Asosiy qiynaydi. Sog'inch bormi? Demak, o'sha sog'inadigan odam o'rtasida unaqa qadriyatlarni tiklaydi bu narsa. Hurmat izzatni joyiga qo'yadi. Sog'inch. Sog'inmasangiz borib quchoqlab ko'rmaysiz, boshqa qilmaysiz, inson o'rtasida hurmat izzat pasayadi. Va moddiy tomondan ham bugun qiynalyapsizmi? Demak, erta kelajakda
sizga o'sha asqotadi, har bir so'mda ham qadriga yetasiz. Siz to'g'ri yo'ldasiz demoqchiman hozirgi yoshlarimizga. Agar qiynaladigan bo'lsa, undan xafa bo'lmanglar. O'sha davolanishing uchun ham bitta ukol olsang joning og'riydi oldin. Demak, to'g'ri yo'lga borishda oldin boshida qiynalinadi. Bu bitta. Ikkinchi masala, o'sha bugun ruhlan ko'tarilishi uchun o'sha moddiy tomonni oladigan bo'lsak, men ko'p ishlataman bu gapni. Do'konga kirsang, agar sen erkin do'kon bozorlik qilishga puling yetmaydigan bo'lsa, bu degani tomog'ingdan qisishing kerak degani emas. Bu degani ko'proq pul topishing kerak. Biz mana ukam hozir aytib o'tdi-ku, Saidmurod Davlatovni juda ko'p kitoblarni o'qib chiqqanman. Men birinchi sinf bo'lganman tadbirkorlik bo'yicha. O'sha birinchi sinflikda tavsiya qilaman shu odamni, masalan, rus tilida strategiya Мышление богатых и бедных degan kitobi bor. Balki hozir hali past baland aytiladi. Ish qilib fikrlash kambag'al boy bo'ladi. Moddiy emas, fikrlashimiz kambag'al boy bo'ladi. Mana shu juda asqotadigan narsa. Fikrlashimiz boy bo'lishi uchun biz do'konga kirganimizda pulimiz yetmayaptimi, tomoqdan qismaylikda harakatni ko'proq qilaylik. Pulni ko'proq topishimiz kerak. Mana boya aytdik-ku, uyga qaytish kerak, pul jo'natmaslik to'g'rimi, noto'g'rimi deganda. Uyga pul jo'natish kerak, lekin o'zing ham yo'ling bormi, demak harakatni to'g'ri qil. Harakatni oshir. Ruhan cho'kma deganida. Mana shu ma'noda aytmoqchiman. Endi yana bir qisqacha qilib o'sha kitobdan bitta misol aytaman. O'sha kambag'al fikrlash, boy fikrlash deganda bir misolni yaxshi keltirgan. Ikkita qo'shni xonadon, ikkalasining ham 10 tadan farzandi bor. Bunisi boy xonadon, lekin bunisi kambag'al xonadon. Ikkalasining ham 10 tadan farzandi bor. Kambag'al xonadondan kirib so'rayaptilar. Siz 10 ta farzandingiz bor ekan, sharoitingiz yaxshi emas ekan deganda, u kishi aytayapti-ku, uyda xonadonni sardori otasi aytayapti-ki, endi 10 ta farzand bo'lgandan keyin odam kambag'al bo'ladi, bularga yetkazib bo'lmaydi-ku. Dedi, ha, to'g'ri aytyapsiz, deb chiqib qo'shniga kiradilar. Qo'shniga kirganda qo'shnidan so'raydilar. Sizda 10 ta farzandingiz bo'lishiga qaramay, lekin boy ekansiz, o'ziga tinch odam ekansiz desa, aynan 10 ta farzandim borligi uchun men kambag'al bo'lishga haqqim yo'q deb aytadi. Ikkita qarashding. O'sha boyagi men aytmoqchi bo'lgan bogатый мышление, бедный мышление, ya'ni kambag'al fikrlash bilan boy fikrlash deganda fikrlashimizni to'g'rilashimiz kerak. Bugungi yoshlarga bo'ladigan maslahatim shu, fikrlashingizni boy qiling, o'zingizdan bechora qilib cho'ktirsangiz u foyda qilmaydi. O'zingizni mishleningizni boy aytganda masshtabi kattaroq oling. Do'koncha unaqa emas. Katta kompaniyalarni boshqaraman, o'sha yerda menejer bo'laman, bir manfaatli ishlar qilaman katta korxonada deb katta masshtabda oling. Chunki biz o'zbek farzandi kimlarning ota-bobolarimiz kim bo'lgan? Va yana har doim aytaman, shaxsan bizning ota-bobolarimiz Koreyaga kelib mardikorlik qilmagan. Dunyoni to'rt tomoniga borib savdogarlik qilgan, bosib olgan, boshqa bo'lgan, lekin mardikorlik qilmagan. Biz shunaqa qolib ketmaylik. Mayli, endi qisqacha holat shunaqa bo'ldi. Bir zamon shunaqa bo'ldik, lekin endi bundan keyiniga o'zbekning farzandi vazir bo'ladi, qaysidir korxonada katta bir boshqaruvchi bo'ladi, yo sportda, yo boshqa joyda zuhuri bo'ling. Katta mana ustozlarimiz ham aytadi-yu, nima bilan shug'ullansang ham nomer 1 bo'l, bo'lmasam qilma. Ana shu. Yaxshi, Qambaral aka, yaxshi maslahatlar uchun kattakon rahmat va bugungi tashrif uchun avvalambor kattakon rahmat. Juda ham mazmunli, chiroyli suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Shu qatorda aytib o'tishim kerak. Bizda YouTube kanalida Seuldan Savdo podkast kanalimiz yangi loyiha bo'lganligi uchun YouTube'da obuna bo'lish va like boshqalarga jo'natib qo'yishni so'rab qolamiz. Avvalambor kattakon rahmat kelganingiz uchun. Albatta yana bir narsani aytib qoldiraman. Kelganda boya kamera ortida aytdim-ku, aynan qayerga bormasam Koreyada yoshlarga har doim aytaman-ku, media bozori bo'sh. Harakat qilinglar, rivojlantiringlar. Chunki har qanday odamlarni chaqirib savol-javob qilishlaringiz odamlarda ma'lumot ko'payadi. Instagramda mening faqat sirtini ko'rsatishim mumkin. Juda chiroyli hayot kechiradigan, lekin asl sizga hozir ota-ona uzoqlik paytida yoki atrofingizda to'g'ri ma'lumot yetmagan paytida sizga aynan to'g'ri ma'lumot beradigan odamlar bo'lishi uchun podkastlarni tashkil qilinglar deb qayerga bormasam aytaman. Shuning uchun sizlarning takliflaringizga men bajonidil kelaman dedim. Agar manfaatli bo'lsa, ko'rib turgan ukalarimiz, farzandlarimiz yo do'stlarimiz qanaqadir ozgina bo'lsa ham biza bergan o'sha ma'lumotdan foydalansalar, o'zlarining yo'llarini topsalar, har doim men bir gap aytaman, demak men bu dunyoga bejiz kelmabman. Katta rahmat.
Sog' bo'linglar, rahmat sizlarga ham.